o'qimaydigan talaba yo'q. Espas va malakasi kam bo'lgan o'qituvchilar ko'p. Auditoriya shundoq ikkiga bo'linib oldi. Toshkentga o'qishga kelganman yo faqat terishganmi? Xor bo'lasan erta va hozir yutasan, qisqa muddatda, uzoq muddatda ertaga mana bunaqa holat kelasan degan jamiyatda bir fikr bor. 90-yillarning boshida shu ChatGPT'ning hidi ham bo'lmaganda. Amerikada bo'layotgan hodisalar, yosh katta odamlar keladi-da ularning oldiga, o'g'lini yoki qizini otini aytib chaqiradi. Meni chaqirdi-yu uchrashuvga. Berilgan tarbiya mukammal bo'lmasa, shu yerning o'zida ham yomon yo'llarga kirib ketib, yomon shaxs bo'ladi. Nyu-York emas, Toshkent shahrida O'zbekiston xalq artistining nevarasi. Hozirgi kundagi ta'lim eng katta muammosi qaysi deb hisoblaysiz? Hamma kimni taniydi? Benjamin Franklin taniydi. 100 davrdagi boboyga. O'shani hamma taniydi. Men Franklin qarindosh emasman. O'zbek kelib o'zbek tilida gapirganda, Toshkent viloyatida menga o'zbek tili javob kerak. Onlayn yoki offlayn ta'lim. Umuman gadjetdan foydalanmasdan bolam desa, unda meni bir tavsiyam bor. Samoa oroliga ko'chib ketish kerak. Hindular bilan ishda yashash kerak. Baholash o'quvchiga motivatsiya beradimi, bermaydimi? Eng korrupsiyaga bosib ketgan jamiyatda ham senga o'xshagan, o'qiydigan, bilimdon odamlar kerak. Bo'lmaydigan bo'lsa, davlat yo'q ketadi. Qanaqa qilib fokusni to'g'ri taqsimlagansiz? Bu dunyoda bizga hech kim do'st emas, dushman emas, lekin har bir inson biz uchun ulug' ustoz. Assalomu alaykum Temurbek aka. Assalomu alaykum. Podkastimizni oxirgi marta o'tgan yil ro'parosa 17-aprelda chiqazgan ekanmiz. Shunday. Xo'p, o'zi umuman podkastni boshlaganimizda ham o'sha paytda bo'lgan. Maksimal darajada o'sha ekspertlarni topishga harakat qilganmiz, lekin bu darajada uzoq qidiramiz deb o'ylamagandik. Yaqinda bitta trening bo'ldi, esingizda bo'lsa, o'zimizda o'sha fokus masalasida. Ya'ni bitta inson bitta yo'nalishda, misol uchun shaxmatni tanlasa, o'sha shaxmat bo'yicha chempion bo'ladigan yoki boshqa bir yo'nalish tanlasa, o'sha bo'yicha chempion bo'ladi deb treningda qatnashgandik. Bugungi mehmonimiz o'sha aktyor, yurist, teleboshlovchi, radio boshlovchi va jurnalist, hammaga yozuvchi, endi qo'shimcha qilmoqchi edim, hammaga taniqli bo'lgan o'sha tasodif bo'lmagan 100 ta uchrashuv nomli kitob muallifi Otabek aka Mahkamov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Otabek aka. Va alaykum assalom. Podkastimizda ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Taklif uchun rahmat. Rahmat kattakon. Otabek aka, mana shuncha o'sha hozir sanab o'tgan yo'nalishlarimni har birida ekspert bo'lish uchun qanaqa qilib fokusni to'g'ri taqsimlagansiz? Shu bilan so'zni boshlasak. Birinchi o'rinda bu fokusni demak birorta yo'nalishga qaratishdan oldin o'zimga to'g'ri maqsad qo'yganman. Qaysi yo'nalish bo'yicha menda qiziqish bor. Ya'ni modada bo'lgan kasb emas, trendda va brendda bo'lgan kasb emas, shaxsan o'zimga yoqadigan. Mayli hammaga ham yoqavermasin. Lekin o'zimda mana shu kasb yo'nalish, mana shu yo'nalishga qiziqish bormi yoki yo'qmi? Shuning uchun ham eng birinchisi bu mana birinchi kasbim ko'pchilik bu yuridik kasb deb o'ylaydi, aslida bu bunaqa emas. Meni eng birinchi kasbim bu pedagogika, men o'qituvchiman va o'qish bitirgandan keyin men o'qituvchi bo'lib yuridik yo'nalishda xalqaro huquqdan, xalqaro inson huquqlari umumiy nazariyasidan, xalqaro xususiy huquqdan dars berganman va o'zimga o'sha paytda shunaqa bir maqsad qo'yganmanki, qaysi o'qituvchilar menga dars berishgan bo'lsa, har biridan o'zimga yoqqan birorta deylik jihatini olardim. Va hammasini bir joyga yig'ib, keyin o'qituvchi bo'lganman. Keyinchalik qarasam, faqat bitta o'qituvchilik bilan ish bitmas ekan. Chunki real yuristlar bilan gaplashgan paytda qarasam, ular bilan teng tarzda suhbat qura olmayapman. Albatta nazariyamda yaxshi, lekin ular shunaqa bir umuman bizda o'sha o'qishda o'qitilmagan narsalarni ham shu qiziqarli tarzda gapirib berishyapti. Shunda bildimki, amaliyot kerak. Deb keyin yurist bo'lib ketganman. Har korporatsiyalarda, firmalarda, kompaniyalarda. Keyin demak o'sha aktyorlik, qolgani o'sha bo'lib ketgan. O'sha fokusni men qanday qaratganmanki, maqsadni to'g'ri qo'yganman. Shu yo'nalish bo'yicha shunaqa bir ekspert bo'lishim kerakki, o'sha ekspertlarni hamjamiyatga chiqib qolgan paytimda ular bilan tengma-teng, ularning darajasida, ularda ustun bo'lmasa ham, lekin hech bo'lmasam ularning darajasida ular savol bergan paytda, javob aytayotgan paytimda ular ham tinglab, e'tibor bilan o'tirish kerak. Lekin har safar ham
bu narsani qilish qiyin, chunki masalan yozuvchilikda bu juda ham qiynalganman. Chunki yozuvchilik bu umuman boshqa yo'nalish bo'lgan. Keyin qarasam yozuvchilik bo'yicha tayyorlaydigan dunyoda bitta ham universitet fakulteti yo'q ekan. Keyin o'zim shu bilgancha yozishni boshlaganman, lekin muammo shunda bo'lganki, o'sha fokusni bitta joyga yig'ib, butun tashqi dunyodan e'tiborni o'chirib, keyin kitob yozish kerak ekan. Buni men keyin bilganman. Katta xatolarimdan biri bo'lgan. Mana hozirda hamma kitoblarim faqatgina o'sha uzoqroq joyga boraman. Iloji bo'lsa shu hattoki men yashaydigan Nyu-Yorkdan, agar Nyu-Yorkdan O'zbekistongacha samolyotda 12 soat bo'lsa, Nyu-Yorkdan Gavayi orollarigacha ham 12 soat. Chunki u Tinch okeani markazi, Gavayiga boraman. Chetroqga, birorta vulqon ustida joylashgan birorta mehmonxona yoki bir uy olaman-da. Shu yerda men hech kim yozsa qilmaslik kerak, umuman hech kim. Shu vaqt yaratgan ekan bilan menda shu to'g'ridan to'g'ri bir aloqa bo'lish kerak. O'sha paytda bemalol kitoblarimni yozaman. Yaqinda ikkinchi kitob ham yozyapsiz deb eshitgandim. Boshqa kitob yozish boshladim, lekin hozircha shu birinchi kitobning ikkinchi nashri. Ikkinchi nashri. Juda zo'r. Bizani o'zimizni universitetimizda ham buni taqdimotini qilganingizda o'sha talabalarimizda juda ham katta qiziqish bo'lgandi. Juda qiziq savollar berishgandi. Ko'rib ham xursand bo'ldim. Mana savol bermoqchi bo'lganman, lekin mendan ko'ra yaxshiroq savollar berib, o'sha kitobingizga ega chiqishuvdi. Xo'p, endi motivatsiya berib turish kerakki, ya'ni o'sha qiziqarli savol bersa, o'sha har bir universitetda men shunaqa qilaman. Eng qiziqarli savol mualliflariga men o'sha kitobimni sovg'a qilaman, chunki Dale Carnegie'ning yaxshi gap bo'lgan, bu dunyoda to'g'ri javob berishni bilish emas, balkim to'g'ri savolni qo'yishni bilish bu katta san'at va madaniyat. Shuning uchun o'sha qiziqarli savol mualliflariga men hamisha o'z kitobimni sovg'a qilish kerak qilaman. Zo'r. Men so'zni fokusdan boshlaganim bejizga emasdi. Sababi bizda o'sha maktabimizda ham bor. Maktabimizni ochilish faoliyatidan tortib o'sha oyoqqa turgunigacha katta hissalarini qo'shgan Timurbek aka. Maktabda ta'limda bizda misol uchun SAT bor, matematika, IELTS bor, undan tashqari chuqurlashtirilgan IT bor. Mana fokusni taqsimlashda Otabek aka aytganlaridek qanaqa qilib o'sha bitta yo'nalishga yo'naltirilganmi, ya'ni fokus bitta nimaga beriladimi yoki alohida qilib? Bizda bu sal boshqacharoq. Misol uchun Otabek akadan hozir so'ragan narsangiz bu ko'proq shaxs va professional sifatida o'sish yo'lidagi harakatlar. Bu must have, ya'ni bo'lishi shart bo'lgan nima emas. Masalan, bu professional o'sish haqidagi siz savol berdingiz. Otabek aka men tushunishim bo'yicha maktabda endi bu o'quvchi o'zida bo'lish kerak bo'lgan fundamentni quradi. Bu jarayonda bizda nima muhim, kichik qadamlar mo'jizasi bo'ladi-da. Otabek, men kichik qadamlar bilan boriladi. U faqat 3 oy IELTS o'qib, IELTS ga qarab ketib qolgan esdan chiqmaydi. Har kuni har narsadan kichik porsiyalar bilan mustahkamlab boraveradi fundamentni. O'shandagina yaxshi baza paydo bo'ladi. Shaxsning tarbiyasida ham bu muhim. Ya'niki faqat bir narsaga, ya'niki umuman misol oladigan bo'lsak, bizda bir g'alati tushuncha bor. Aytishing degani kapishon kiyib, qoraxonada, qorong'uxonada, svetsiz, ustiga anaqa ochkisi bilan o'tirib, qayerdir hacking qilayotgan inson tasavvur qilishadi. Unaqa emas, u ham IT industriyasida ishlayotganlardan zo'r sportsmenlar ham bor masalan. Biz o'zimizni o'quvchilarimiz ham mana sambo bo'yicha O'zbekiston chempioni bo'lishdi bir necha marta. Ya'ni inson har taraflama rivojlanganda go'zal. Chexov aytgandek, insonda hammasi go'zal bo'lishi kerak. Shuning uchun bu kichik qadamlar bilan boriladi. Bu maktabda bu format sal boshqacharoq. Bitta intervyungizda Otabek aka Mark Twainning shu so'zini aytgandingiz, sifatli ta'limni olmoqchi bo'lsangiz sayohat qiling. Shuni kengroq ma'noda ochib bersangiz o'zingiz. Chunki kuzatuvchilaringiz ham juda ko'p shu beriladigan savollari sizga aynan sayohat bo'yicha davlatlarni. Shu kungacha ham sayohat haqida gapirishdan oldin shu narsani aytib o'tishim kerak. 52 ta davlatda bo'lish imkoni bo'ldi. Va ko'pchilik dedi, "Wow, ko'p-ku." Aslida ko'p emas. Chunki dunyoda 200 ga yaqin davlat bor. Hali endi 4dan biriga borib ketmiz. Umid qilaman, qolgan qismiga ham borish imkoni bo'ladi. Mana men 3 kun bo'ldi qaytganimga Yevropadan. 2 hafta davomida 7 davlatda bo'ldim. Birinchidan kitobim taqdimotlari bo'lib o'tdi. Bu Fransiyada, Germaniyada, Polshada. Undan tashqari
o'zimni vloglarim uchun man Shvetsariyaga bordim, Liechtensteinga, Avstriyaga va aynan o'sha sayohat orqali qay tarzda odam o'ziga eng sifatli ta'lim olishi mumkin. Sayohatda ham har turi bor. Masalan, mening eng birinchi chiqqan o'sha chet el safarlarimdan bu Italiya bo'lgan. Bu paytda menda mashhurlik, bilim, demak, hurmatga ega bo'lish hammasi bor edi, faqat bitta narsa yo'q edi, pul yo'q edi. Shuning uchun lekin puldor o'rtoqlarim bo'lgan va ular aytishardi, xohlasangiz, men hozir Yevropaga boraman, men tarjimonim bo'lib berasiz, men sizga pul to'lamayman tarjimonligingizga, lekin biletingiz, mehmonxonangiz, shu biz yegan narsamiz yeysiz, biz bilan yurasiz deganda xo'p dedim. Hammasiga rozi bo'lardim, chunki meni orzularimdan biri bu dunyo ko'rish edi. Kichkinaligimda ham o'sha ko'plab ko'rsatuvlarni sayohat bo'yicha ko'rardim. Smiru по нитке, подводная команда Кусто, Amerika с Михаилом Таратутой. Oyimlarga aytardim, oy, qachon shunaqa ko'rsatuvlar zo'r, lekin nima rus tilida, o'zbek tilida ham qachondir bo'ladimi? Desam, oyim aytardiki, men televideniya rais emasman. Bilmadim qachon o'zbek tilida bo'lishini. O'zing katta bo'lganda shunaqa ko'rsatib borasan. O'sha paytda menimcha farishtalar men qilishgan. Haqiqatan hozir mana o'sha aynan o'zbek tilida birinchilardan bo'lib Alyaska haqida, Gavayi haqida, demak o'sha ko'rsatuvlarni hozir qilyapmiz. Va nima uchun o'sha eng birinchi chiqqan sayohatim haqida men aytmoqchiman, bu Italiyaga bo'lgan, Venetsiya shahri. Men juda ham bu shaharni yaxshi ko'raman, chunki men ingliz maktabida o'qiganman va eng birinchi o'qigan kitoblarimdan biri bu albatta Romeo va Julieta bo'lgan, Shekspir dastari. Va Venetsiyada kechqurun yursangiz, xuddi o'sha Romeo va Julietani davriga tushib qolganda o'zingiz his qilasiz. Shaxsan menda shunaqa bir tuyg'u bo'ladi. Birinchi marta borganman, katta tadbirkor bilan, bundan aytib o'tganimdek, o'sha uni tarjimoni bo'lganman. Va borib kelganimizdan keyin bir 2-3 hafta o'tgandan keyin menga telefon qilyapti o'sha tadbirkor. Dediki, bilasizmi, Otabek, men turmush o'rtog'imga aytib bermoqchi edim borgan shaharimiz haqida. Hali suv bosgan shahar bor-ku, shu nomi esimda yo'q-da dedi. Venetsiya, to'g'ri, xotini Venetsiya ekan dedi. Ya'ni o'sha odam ham sayohat qildi. Lekin u birorta ta'lim oldimi? Yo'q. Unda birorta dunyo qarashini kengayishi bo'ldimi? Venetsiyadek shaharga, Italiyadek davlatga borgandan keyin yo'q. Shuning uchun sayohatda ham o'zining qoidalari bor. Men hamisha ma'ruzalarimda ham narsani aytib o'taman. Shu birinchidan bu o'sha sayohatga tayyorgarlik. O'sha boradigan davlatingizni avvalambor birinchi o'rinda bu qonunchiligi, ayniqsa turistlarga tegishli bo'lgan qismi. Chespanchmida Tailandga borganimizda bizga aytishgan, ehtiyot bo'linglar, yerda agarda qurol rasmi yotgan bo'lsa, bosib o'tib ketmanglar. Bu 5 yildan 20 yilgacha qamoq. Hattoki pul ustida ham qurol rasmi-ku, pul yotgandir balkim, bosib o'tib ketmanglar degan, o'ta so'rab o'tirishmaydi, men bilmaganim deb. Chunki qonunni bilmaslik hech kimni majburiyatdan, mas'uliyatdan ozod qilmaydi. Shuni bilish kerak. Ya'ni qonunchilik. Aynan siz kelgan sayyohlarga nisbatan qonunchilikda qanaqa normalar bor, o'shani bilish kerak. Iloji boricha boradigan joyingiz tili. Men masalan yaqinda Yaponiyaga borib keldim. Yaponiya tili albatta juda ham qiyin, lekin hech bo'lmasa assalomu alaykum, rahmat, yaxshimisiz, xayrli kun degan gaplarni albatta bilish kerak. Uchinchisi bu albatta o'sha boradigan joyingizni tarixi. Qay tarzda siz boradigan joy dunyo tarixini o'zgartirgan, sivilizatsiyasini o'zgartirgan. Yomon tomondan bo'lishi mumkin, yaxshi tomondan bo'lishi mumkin. Yaxshi tomondan mana masalan men yaqinda o'sha Polshada bo'ldim, Varshava shahrida. Bu dunyoga mashhur bo'lgan demak bastakor Chopin, Frederik Chopin. Men uni qabrini ziyorat qilganman Parijdagi Pirlashes qabristonida. Lekin bilmagandim, uni yuragi Varshava shahridagi demak cherkovda qo'yilganini. Chunki Chopinni o'zi Polshada tug'ilgan. Bu paytda Polsha Rossiya imperiyasining tarkibida bo'lgan va uni niyati, demak, u olamdan ko'z yumgandan keyin uni jasadi aynan shu o'zini tug'ilib o'sgan joyida qo'yilishi. Lekin u paytda Rossiya ruxsat bermagan bu narsaga, yo'q degan. Lekin shuni opasidan iltimos qiladi va opasi yashirincha shu Chopin o'tib ketgandan keyin yuragini olib Prussiya va Rossiya demak bojxonalarining xodimlarini aldab, yuragini maxsus medalyonga ichiga solib, ko'ylagining tagida Polshaga olib kelib, o'sha cherkovda bu yurak demak maxsus bir arkaga qo'yilgan. Masalan, buni bilish kerak.
yaxshi masalan nimani masalan qaytarsda o'sha nimani o'rganmaslik kerak, masalan qo'rqinchli narsalarni o'sha Polshani o'zida ko'rib keldim. Dunyo tarixidagi eng qo'rqinchli konslagerda bo'ldim. Osvensimda bo'ldim. Auschwitz, Birkenauda. Ayniqsa o'sha odamlarni aldab, mana hozir hammomga kirasizlar deb, ularga hattoki sovun va sochiq ham berilardi. Kirishardi, lekin u yerda krantlar ishlamas ekan. Hammasi o'yinchoq krantlar ekan. Kirgan odamlar yoqadi, u suv ishlamay, chiqchoqdan suv chiqmagan, gaz yoqilardi va o'sha yerdagi odamlarni, demak, 3 kunga o'sha yerda qamab qo'yishardi. 3 kunga har ehtimolga qarshi, hech qaysini tirik qolmasin deb. Kirsangiz o'sha odamlarni devorlarni tirnagan izlari haligacha turibdi, kiyimlari haligacha turibdi shaxsiy, yosh bolalar o'sha yerda. Demak, shuning uchun boradigan joyingizni o'sha tarixini yaxshilab bilish kerak. Tasavvur qiling, birorta chet ellik O'zbekistonga kelyapti. O'zbekistonni turistlarga bo'lgan demak qonunchiligini o'rganmasdan, O'zbekistonning madaniyatini o'rganmasdan, O'zbekiston tarixini o'rganmasdan kelib shu yerda xohlaganini qilsa bizga yoqadimi? Menimcha yo'q. Bu dunyoda hamma narsa ikki tomonlama bo'ladi. Hurmat xohlaysizmi o'zingizga? Siz ham hurmat qiling. Sizga nisbatan muomala madaniyati yaxshi bo'lishini xohlaysizmi? Demak, qolganlarga siz ham muomala madaniyati yaxshi bo'lishi kerak. Yaqinda bir o'qib qoldim, juda menga yoqdi bu holat. Nima uchun mana har safar birorta o'sha oliygohga birorta joy kelgan paytimda kirib borishda men qorovul bilan so'rashishdan boshlayman ishimni. Chunki o'sha yerda hamisha qorovul bo'ladi yoki o'sha yerda yig'ishtirayotgan bir ayollar bo'ladi, faroshda o'shalar bilan salom. Ularning mehnatini hurmat qilish kerak. Yaqinda o'qib qoldim, bir ayol o'sha go'sht sexida ishlagan ekan va kech payt o'sha ishdan keyin qolib ketgan ekan, chunki ishda ulgurmagan ekan va xolodilnikka o'sha go'sht olib kirgan paytda eshik yopilib qolgan. Ocha olmayapti, uni tashqaridan faqat ochiradi. Taqillatgan, ovoz chiqargan hech kim yo'q. 1 soat o'tgan, 1,5 soat o'tgan, hali ayol so'qotib, jon berish boshlagan paytda qorovul ochadi eshikni va uni qutqarib qoladi. Haqiqatan bildi shu yerdaligimiz, chunki har kuni men sizni ko'raman. Kirib menga salom berardingiz, ketayotgan paytda menga xayr deb ketardingiz. Qarasam bugun xayr demadingiz. Ha, demak bir narsa bo'lgan. Kutdim 1 soat, yana yarim soat kutdim. Keyin sizni qidirish boshladim. Chunki necha yildan beri ishlayotgan bo'lsangiz, hamisha menga salom berasiz, ketganda xayr deysiz. Ya'ni hamma narsa bu dunyoda o'sha ikki tomonlama bo'ladi-da. Shuning uchun qay tarzda, kechirasiz, men uzoq ketib qoldim. Sayohat aynan ta'lim berishi mumkin agarda o'sha sayohat bilan bog'liq bo'lgan qoidalarga amal qilinsa. Shu bundan aytib o'tganimdek, qonunchilikni o'rganish kerak. Tarixi, tilni, mentalitetni, madaniyatni va shundan keyin sayohat qilsa, ana o'sha sayohat albatta eng sifatli ta'lim berishi mumkin deb o'ylayman. Sayohat qilgan davlatlaringiz orasida sizga eng katta ta'lim bergani qaysi deb hisoblaysiz? Masalan, bu tajriba bo'lishi mumkin, bu ma'lum bir case bo'lishi mumkin, voqelik bo'lishi mumkin. Aynan o'sha aytaylik emotsional fonda emas, aynan intellektual fonda sizga katta ta'sir o'tkazgan. Ya'ni o'zingiz maza qilgan davlat qaysi bo'lishi mumkin? Har bir borgan davlatimdan maza qilaman, chunki har bir davlatda albatta o'sha o'rganadigan jihati bor. O'rganmaydigan jihati ham bor. Minuslari ham yetarlicha. Ma'ruzalarimda buni ham aytib o'tganman. Masalan, Shveysariyada soat 10 dan keyin kechasi suvi yoqib bo'lmaydi yoki hojatxonadan borib foydalanib bo'lmaydi. Qo'shnilaringiz demak politsiya chaqirishi mumkin. Tinchlik bo'lishi kerak o'tda. Shuning uchun aytaman, Shveysariyaga borsanglar soat 10 gacha hojatxonaga borib kelinglar. Keyin u muammo bo'lishi mumkin. Uni ham bilish kerak, o'rganish kerak borishdan oldin. Va kechirasizlar bilmadim deydi, keyin politsiya xodimiga nima deysiz? Shuning uchun har bir borgan davlatim albatta o'sha kerakli lifehacklarni olaman, o'sha ayniqsa endi eng bilmadim, o'zim ingliz maktabida o'qiganligim uchunmi, bu Buyuk Britaniya. Eng esda qolarlisi. Ha. Chunki Buyuk Britaniyada har bosgan qadamingiz bu tarix. O'zbekistonda ham shunaqa. Lekin Britaniyani va O'zbekistonni o'rtasida farq shunday iboratki, ular o'z tarixini shunday tarzda reklama qilishadiki, shunday tarzda taqdim etishadiki, birinchidan Britaniyaliklarning o'zi nihoyatda sevadi va hurmat qiladi tarixini. Ikkinchidan, u yoqqa kelgan odam ham o'zi bilmagan holda Buyuk Britaniyaning tarixini sevib qoladi. Shunchalik tarixni marketingga to'g'ri qo'yilgan. Bizda potensialimiz undan-da boy. Lekin bu narsa to'g'ri taqdim etilyapti deb men bunaqa deb o'ylamayman. Chunki hali qiladigan ishlarimiz juda ham ko'p. Chestimdan chiqmaydi. Shu Oksfordga endi borgan paytda yotib qolishim kerak edi va qarasam ikkita bir xil xona.
lekin narxida farqi bor. 100 funtga farqi bor. Nimaga bir xil xona-ku? Ya deydi. Axir bu xonada Buyuk Britaniyani Ikkinchi jahon urushidagi bosh vaziri Winston Cherchill qachondir yarim soat o'tirib ketgan bu yerda. Yo'q, shunga men ko'proq 100 yevro to'lashim, 100 funt to'lashim kerakmi? Ha, deydi. Qoyil. Keyin Londonda bir pubga kirdim. U yerda hech qachon remont qilmagan ekan. 14-asrdan beri. Unda anaqaligicha, pauchinaligicha. Bir remont qilsa bo'lmaydi masalan. Yo'q, deydi. Bu yerda qachondir Charlie Chaplin kelib, har shanba kelib, bu yerda o'rtoqlar bilan o'tirardi deydi. Yo'q, u tiyilmaydi bu joy deydi. Siz o'tirgan joy o'sha Charlie Chaplin o'tirgan joy. Qarang, shunchalik ular o'sha e'tibor. Shuning uchun ayniqsa shu universitetlarga borganimda, Oxford universitetiga borganimda men eng birinchi o'qigan kitoblarimdan biri bu Lewis Carroll'ni Alisa mo'jizalar mamlakatida. Men orzu qilgandim o'sha asar yozilgan joylarga borish. Va muallif o'z vaqtida Oxfordda nafaqatgina o'qigan, balki o'sha yerda matematikadan dars bergan. Uni xonalariga kirib, qayerlarda bu asar yozilganlarini ko'rib o'rganib, qolaversa William Shakespeare asarlar bilan katta bo'lganmiz. Uni haliga o'qigan joylar, yashagan joylarini borib, o'sha qabrida ziyorat qilganmiz. Shuning uchun men endi shu ingliz maktabida o'qiganligim uchun, menimcha meni ko'proq shu Buyuk Britaniya tortsa kerak deb o'ylayman, chunki o'z vaqtida shu The Beatles guruhi orqali, Rolling Stone orqali biz ingliz tilini o'rganishni boshlaganmiz. Qolaversa Buyuk Britaniya qirolichasi Yelizavetani demak biografiyasidan va qarindoshlarining biografiyasidan biz ingliz tilini demak bilimlarimizni o'sha takomillashtirganmiz. Shuning uchun menga shu Buyuk Britaniya ko'proq yoqsa kerak deb o'ylayman. Har safar borganimda qanaqadir bir yangilik ko'raman, chunki bu Britaniya degani faqat Angliya o'zi emas, bu Shotlandiya, bu demak Shimoliy Irlandiya, bu Wales. Shuning uchun menga juda ham yoqadi bu davlat. Tabii ki hozir kitob haqida gapirdingiz. Bizda kichik statistika bor edi. Aynan o'zi kitob o'qishga oid. Menda o'tgan safarimiz, ya'ni maktab bilan tez-tez safarga chiqib turamiz. Bizning safarimiz Qatar davlatiga bo'ldi. Va o'shanda men bir g'alati statistika ko'rdim. Ya'ni ta'lim olish imkoniyati keng bo'lgan, ya'ni ta'lim ko'rsatkichi baland bo'lgan davlatlarda va iqtisodiy ko'rsatkich ham xuddi shunga mos bo'lgan. Masalan, siz aytgan Liechtensteinda yoki Qatar davlatida yoki boshqa rivojlangan bir davlatlarda ta'lim olish nimasi ko'rsatkichi, ya'ni aholi jon boshiga deydigan bo'lsak, va o'rtacha daromad ham shunga mos tarzda baland. Endi bizda hozir bir savol tug'iladi. Sizda adashmasam raqamlar bor edi. Boshida ishonmadim. World Culture Score Indexi ma'lumotiga asoslanib manbani bermoqchiman. Birinchi o'rinda kitob o'qish bo'yicha Amerika turar ekan. Yiliga 17 ta kitob o'qir ekan o'rtacha ular. Haftasiga 7 soatdan to'g'ri kelar ekan. Ikkinchi o'rinda hozir qo'pol tuyulishi mumkin. Sal cringe video chiqsa Hindistonni bayrog'ini tashlashadi. Hindistonlik deb Hindistonni unaqa hurmat qilmagan holatda degan ma'noda aytayapman. Ikkinchi o'rinda o'sha Hindiston turadi. Juda ham noto'g'ri bu taassurot, chunki masalan Narendra Modi o'z vaqtida Amerikaga kelganda, hali prezident Jo Bayden bilan kutib olganda, Jo Bayden amerikaliklarga murojaat qilgan, aytganki, nimaga deydi, faqat hind talabalari kelib Amerikada o'qiyapti, nimaga Amerika talabalari Hindistonda o'qimayapti, Hindiston universitetlarida deb murojaat qilgan Jo Bayden aynan Amerika yoshlariga. Borib albatta Hindistonda o'qinglar deb. Men shuncha Amerikada yashab, bir marta ham ko'rmaganman, birorta Amerika prezidenti falon davlatga borib, Amerika yoshlari borib o'qinglar degan hech qachon eshitmaganman. Bu narsani faqat Hindiston haqida eshitganman xolos. Shuning uchun menimcha noto'g'ri taassurotlar biz yoshlarimizda aynan Hindiston haqida. O'sha Hindiston ikkinchi o'rinda turar ekan. Soni jihatidan bitta kitobga kamda 16 ta kitob yiliga to'g'ri kelar ekan. 608 soat deb yozilgan. O'zbekiston 90-o'rindan 100-o'ringacha bo'lgan o'rinlar orasida ekan taxminan. Hech bo'lmasa ro'yxatda bor ekan, o'shani o'zi gap. Ha, o'zi boshida birinchi qidiruvimda chiqmadi ro'yxatda. Oxirgi yillar faollashgan jamiyatni ko'pchilik. Deep research qildingizmi? Ha, deep research qilganimdan keyin chiqdi. Bu o'rtacha bir yilda 2 tadan 3 tagacha kitob va haftasiga bir yilda 2 ta 3 ta kitob? Va haftasiga 1 soatdan 2 soatgacha, maksimum 2 soatgacha qo'yilgan. O'sha yerda menda savol paydo bo'ldi. Shunaqa odat bilan qanday qilib bizni Google yoki Microsoftlarni o'sha direktorlarini yetishtirib chiqarishimiz mumkin? Misol uchun Hindistonni
xalqi shunaqa insonlarni yetishtirib chiqazyaptida. Bu savolni siz birinchi o'rinda ota-onalarga berishingiz kerak. Birinchi o'rinda. Chunki men farzandimni tarbiya qilmayman. Men o'zim tarbiya qilaman. Ularga o'qi deb turib o'zingiz o'qimasangiz, farzandingiz hech qachon o'qimaydi. Mana yaqinda men Kaliforniyaga borgan paytimda Nyu-Yorkdan Uber chaqirdim. Shofyor biz vatandoshimiz. Shu Otabek deydi, men yaxshi joylarda ishlaganman O'zbekistonda deydi. Haligi davlat ishida ishlaganman. Green card yutib, nimaga bu yoqqa kelishga majbur bo'ldim? Farzandim uchun. O'shaning kelajagi uchun yaxshi joyda o'qisin deb. O'qimayapti deydi. O'shanda men o'sha hozir mana shofyor bo'lib ishlab yotibman anaqada Uberda deydi, taksist bo'lib. Og'ir hissiyot lekin juda og'ir. Nimaga shu nima qilsam bo'lar ekan? Men o'qi deysiz-a farzandingizga. O'zingiz ham o'qiysizmi? Yo'q, menda vaqt yo'q, men ishlashim kerak. Shundan ishni boshlang. Shuning uchun bu savolni birinchi o'rinda ota-onalarga berishingiz kerak. Ota-ona birinchi o'rinda o'zini tarbiya qilish kerak va o'ziga, demak, role model deydi buncha ingliz tilida. Ya'ni o'zi namuna bo'lishi kerak farzandlari uchun. Chunki bizda oilada, masalan, oyim shunaqa eng zo'r kun bizda payshanba bo'lgan. Eng zo'r kun bu payshanba. Chunki oyim bilan birga biz matbuot uyushmasiga borib, kiosklar 10 xil gazetalar sotib olardik. Endi u paytdagi bor gazetalar. Моя семья, Труд 7, Аргументы и факты, Московский комсомолец, Аргументы недели. Shu bor gazetalarni sotib olardik. U afsuski yarim kunga ham yetmasdi gazetalar. Uni navbatma-navbat o'qirdik. Tak, men kichkina shu Моя семьяdan boshlardim. Ayniqsa Моя семьяning oxirida komiks bo'lardi. Tatoshka degan bir mushuq haqidagi komiks. Ming rahmat o'sha Tatoshkaga. 5 yoshimdan o'qish aynan komiks orqali menda paydo bo'lgan. O'shani o'qiyman deb bo'lsa ham va o'qish navaqatga madaniyati, balkim o'sha kitob o'qish bilan bo'lgan odat mana o'sha komiks orqali shakllangan. Mana ko'ring, qaysi davlatlar eng rivojlangan hozirgi kunda? Yangilik qaysi davlatga chiqadi? Amerikada chiqadi. Amerika, Yaponiyada chiqadi. To'g'rimi? Yaponiyada nima bor? Mango degan komiks bor. Mana bolalarim masalan kichkina hali zo'r yuradi, qo'lda komiks, mango o'qiydi. Nimaga? O'sha orqali ular kitob o'qishga bo'lgan e'tiborni o'zida shakllantiradi. Komiks, oddiygina komiksda gap ko'p. Va bizda oyim hamisha shu bo'yicha bizga namuna bo'lganda. Uxlashdan oldin har safar erta o'qib berardilar. O'qisalar ham faqatgina o'zbek, fransuz yoki ingliz xalq ertaklarini o'qirdilar. Rus xalq ertaklarini o'qimasdilar. Nimaga desam, chunki aynan o'zbek, fransuz va ingliz ertaklarini ko'pchiligi agar e'tibor bersanglar, oxiri yomonlik bilan tugaydi. Ayniqsa fransuz ertaklari yomonlik bilan tugaydi. Nimaga? Chunki oyim bizni o'sha real hayotga tayyorlardilar. Hayot bu ertaga emas. Hamlasi ham yaxshilik bilan tugavermaydi. Shu masalan, men eng yaxshi ko'rgan ertaklarimdan biri bu Krysolov, sichqon tutadigan odam haqida. Bir qishloqda sichqon bosib ketadi. Ular qanaqa sichqonlarni chiqarishni bilmaydi. Keyinchalik bitta zo'r mutaxassis bor. O'shani chaqirsanglar, bitta yo'q beradi. Faqat qimmat deydi. Xizmati. Chaqirishadi. Biladi qancha pul bo'lishini. Ular rozi bo'ladi. Shunda nayni chaladi. Hamma sichqonlar uning orqasidan ketadi, shuni olib chiqib ketadi ularni. Mana bitta ham sichqon qolmadi qishloqda. Endi pulni berasizmi? Ertaga xabar oling deyshadi. Pulni berishmaydi, aldashadi. Oxirgi marta ogohlantiraman dedi. Berasizmi? Bo'lganda biz beramiz dedi. Bo'ldi, o'sha nayni chaladi. Qishloqdagi hamma bolalar ko'chaga chiqadi, uning orqasidan ketadi. Haligacha ularni hech ko'rmagan. Qat ketib qolgan. Lafz degan narsa, mas'uliyat degan narsa o'sha oddiy ertakdan kichkina bolada shakllanadi. Qo'rqinchli ertak ekan, lekin men sizdan eshitayman. Bunaqa ertaklar juda ham ko'p. Hattoki Zolushkani o'qing. Zolushkan haqqisini o'qing. Qizil shapkachani haqqisini o'qing. Ko'p ertaklar yomonlik bilan tugagan, qo'rqinchli bo'lgan ko'pchiligi. Keyinchalik ularni shu adaptatsiya qilishgan. Lekin siz originalini o'qing. Qo'rqinchli juda ham. Shu Zolushkan oxirida Hayot o'zi ham shunaqa o'zi asli Otabek. Biz faqat ertaga eshitishni yaxshi ko'ramiz. Keyin oyim ishi ertaga o'qib berardilar. Keyin agarda biror ish qo'yilmagan qilib qo'ysak,
bitta emas, ikkita, uchta erta o'qib beradilar. Xuddi hali Qudus amakining Hissalari filmi namoyish etiladi. Hali bugun bitta emas, ikkita o'qib bering deydi. Bitta bo'lsa yanada yaxshi. Yana yaxshi edi. Bizda shunaqa edi. Lekin qarasam, sanksiyalar ham shundan iboratki, o'sha ertadan bizni mahrum qilish. Ya'ni o'sha vaqtida bir narsani qilmagan bo'lsa, bo'ldi, bugun erta yo'q. Bir haftaga erta yo'q, bir oyga erta yo'q. Mana butun hayotim sanksiyadan iborat bo'lib ketdi. Yo'q deb, shuni o'tirib o'zim keyin oxiri o'sha o'qishni aynan harfma-harf o'rganganman. Yaxshi oyim alfavit o'rgatgandilar. Keyin oyim qarasalar, menda o'qishga bo'lgan qiziqish, shundan keyin bo'g'in o'qishni oyim o'rgatganlar 5 yoshda. Keyin shundan keyin men ana endi haqiqiy erkinlikni o'shanda his qilganman. Hali yillab o'qimasanglar mayli menga deganman. Ertadan mana endi ularni xohlaganimcha o'zim ertalabgacha uxlamasdan o'qirdim. Keyin shundan keyin oyim bizga har oyi bibliografiya tuzib berardilar. Qaysi kitoblarni ular tavsiya qiladilar. Chunki uyimizda 10 mingdan ko'p kitob bo'lgan. Oyim kichkinaligida ularga berilgan pulga maktabga shu bilan sotib olishga, ular o'sha pulni to'plab kitob olardilar. Bizga 5 yoshimdan boshlab kitob sovg'a qilardilar. Eng birinchi sovg'a qilgan kitoblari bu demak ingliz tili lug'ati bo'lgan. Shuning uchun bibliografiya tuzib berardilar, o'sha kitobni biz o'qirdik. Keyin o'sha kitob haqida biz o'sha o'qiganligimiz haqida, nimani tushunganligimiz haqida biz insho yozardik. Inshodan keyin esa eng qiziqarli jarayon bo'lardi. Qaniydi o'sha paytlar qaytib kelsa, o'sha kitobning muhokamasi. Keyin hayron qolardim. Biror kitobni maqtasam, oyim demak negativ nuqtai nazardan savol berardilar. Amamjoyich, agarda juda ham yomon demak fikrga ega bo'lsam bu kitob haqida, oyim birorta yaxshi narsani qidirishni o'rgatardilar. Ya'ni tanqidiy fikrlash va eng asosiysi hattoki juda ham zo'r yozilgan, juda ham muvaffaqiyatli va obro' e'tiborli odam tomonidan yozilgan kitobga ham shubha bilan qarashni oyim o'rgatardilar. Ideal narsa yo'q. Ideal kitob bu Qur'oni Karim. Bu ideal bo'ldi. Qolgan kitoblarda ham plus, ham minuslarni qidirish kerak. Shunaqa tarzda biz katta bo'lganmiz. Demak, sizni shaxs sifatida shakllanishingizdagi kitob juda katta o'rni bor. Yoshligingizdan, Otabek Mahkamov yoshligidan o'qigan deb ayta olamiz. Ha, albatta, chunki mani oyim rus tili adabiyoti o'qituvchisi bo'lganlar, pedagog bo'lganlar, juda ham qattiq qo'l pedagog bo'lganlar va aynan o'sha kitobga bo'lgan qiziqish birinchi o'rinda o'sha sanksiyalar orqali, bu donlar aytib o'tganimdek. Xohlamaganman qarasam, oylab kitob o'qilmayapti-da, erta. Yo, men bu narsani bir mustaqil tarzda hal qilishim kerakki, hech kimga qarab qo'ygan joyim bo'lmasligi kerak. Menda qanaqa cheklov bo'lishi kerak. Dedim, chunki biz endi o'sha qayta qurilish, perestroyka glasnosti farzandlarimiz, endi 95-yilda biz endi shu 80-yillarning oxirida bu o'sha perestroykalar bo'lgan. Va o'sha paytda biz o'sha davrda bolalarimiz. Va eng o'sha paytda yaxshi ko'rgan ashulamiz ham haligacha aytaman. Qaysir eng yaxshi ko'rgan qo'shig'ingiz bormi? Ha, deyman bu. Scorpions'da The Wind of Change. O'sha paytda biz o'sha madhiyamiz edi. Qanaqadir o'zgarishlar, umidlar shamollari. Shundan keyin kimdir menga yaqin aytib qoldi. U qo'shiqni so'zlarini va musiqasini CRU xodimlari yozgan. Yaxshi bo'pti dedim. CRU yozgan bo'lsa. Demak, CRUda zo'r bastakorlar va shoirlar ishlar ekan. Bizni kuzatuvchilarimiz ham nafaqat O'zbekistonda, balki chet davlatlarda ham bor. Bizga farzandlari bizda ta'lim olayotgan, lekin o'zlari chetda mehnat faoliyat yuritayotganlar ham bor. Va asosan ota-onalar, ya'ni otalar, onalar. Bizda bitta holat ko'p kuzatiladi. Hozir siz ham mana farzand tarbiyasi jarayonida ota sifatida gadjetlarni roli va hozirgi bolalarning hayotdagi o'rnini bilasiz. Menda masalan 4-farzandimda hozir shunaqa masala bor. Telefon, planshet qo'yib olmaydi. Ba'zir olamiz, ana single traktorda DBLins bor, boshqa bor, papalam hammasini mana shunaqa cheklab yurishga majburmiz. Kontentlar har xil, turli. Biz bu haqida oldingi sonimizda ham gaplashgandik. Qaniydi bir yaxshi sifatli yana bolalarga mos o'zimizda bir animatorlarimiz bo'lsa, o'zbek animatorlari yoki qo'yib berishga arziydigan narsalarimiz bo'lsa. Aytganlari lekin juda ham anaqa zo'r, nima deydi, insight deydi-ku. O'sha nashriyotlarimizni komiks bilan shug'ullansa bo'ladi-da. Potensial juda ham katta. Kim uchundir bu zo'r biznes g'oya bo'lishi mumkin. Sababiki bunga ehtiyoj bor.
biz savol berganimiz sababi ham shu. Bu tasavvur qiling, sizga Timurbek emas, sizga ota-ona savol beryapti va farzandini yaxshi tarbiya qilmoqchi bo'lgan, muvaffaqiyatli inson qilmoqchi bo'lgan ota-onalar savolini sizga yetkazamiz. Xuddi shunaqa, endi gadjetlarning o'rni qanaqa? Siz buni cheklash kerakmi, to'xtatish kerakmi? Umuman bizda shunaqa nima bo'lib qoladi, radikal fikrdagi ota-onalar bo'lib qoladi. Umuman telefon tutqizmaymiz qo'liga. Umuman texnologiyadan yiroq qilamiz. Umuman mamnaq qilishimiz kerak. Keyin men aytaman, biz taraverlar emasmiz-ku, o'rmonga borib yashaylik bo'lmasa, nimaga bu gadjetlar zlo emas, ya'ni gadjetlar bu yomonlik emas. Yoki bu qanaqadir bir ya'ni men bu sohada radikal fikrlardan yiroqman, ya'ni keskin qarorlardan yiroqman. Sizda holat qanaqa? Oilangizda, misol farzandlaringiz bilan munosabatda gadjetlarning o'rni qanaqa? Endi agar kimdir haqiqatan ham o'sha umuman gadjetdan foydalanmasin bolam desa, unda meni bir tavsiyam bor. Samoa oroliga ko'chib ketish kerak. Hindular bilan o'shda yashash kerak. U yerda gadjetlarning keragi yo'q. Gadjetlar nimaligini hech kim bilmaydi yoki mana Amerikada bizda o'sha Pensilvaniyada amishlar bor. Ular haligacha shu texnologiyalardan uzoq. Eng zo'r qatovni o'shalar sotishadi. Ana o'shalarga borib yashash kerak. O'sha yaxshi. Ular svet ham haligacha yo'q ularda. Ularda mashina ham yo'q, faqat ish yaravada yurishadi. Yaxshi ular. Mana shu yerga borish kerak. Men shunday o'ylayman. Nima uchun bolalarda shunaqa gadjetlarga juda ham katta qiziqish va o'qimasdan aynan faqat shu telefon ichiga kirib ketgan? Buni men yurist sifatida faqatgina sababini, birinchi o'rinda buni sababini bilish kerak. Nimaga? Birinchidan bolani bo'sh vaqti ko'p. Ikkinchidan bolada kitobga, ilmga, bilimga qiziqish yo'q. Uchinchidan bolani ota-ona bilan o'rtasida kontakti yo'q. Shuning uchun birinchi o'rinda, ya'ni o'sha farzand bilan gaplashgisi kelmasa, o'sha charchasa, men ko'rganman shunaqa oilalarni. Qo'liga telefonni berib qo'y, sal tinchsanaanu deydi. Undan tashqari qiyin yo'li bor-da uni. Bola bilan gaplashish kerak, bola bilan muloqot qilish kerak, bola bilan do'st bo'lish kerak. Menga bir yaqinda zo'r savol berib qolishdi. Farzandingiz sizni endi dada deb chaqirishi bu tabiiy hol. Undan tashqari nima deb chaqirishni xohlagan bo'lardingiz bitta so'z bilan? Deganda men aytaman, sirdoshim. Sirdoshim deb chaqirsa meni farzandim. Chunki sirini menga aytsin. Men shunaqa yaxshi munosabatda bo'layki, farzandim bilan sirini menga aytsin. Agarda men farzandim bilan sirdosh bo'lmasam, demak u o'ziga ko'chadan sirdosh topadi. Kafolat bormi u sirdosh yaxshi odam bo'lishdan? Kafolat yo'q. Shuning uchun bu yerda birinchi o'rinda ota-onani farzandi o'rtasida kontakt bo'lish kerak. Muloqot bo'lish kerak. Do'stona munosabat bo'lish kerak. Haligi avtoritar, haligi g'oyalar emas, faqat men aytganim bo'ladi. Meni uyimda ekansan, men seni boqyapman deb men aytganim bo'ladi. Bu yaqinda mana bir eksperiment qilishdi Buyuk Britaniyada. Kichkina bolacha. Unga har xil mana bu mozaikalarga o'xshagan, bir legolarga o'xshagan narsa berildi. Shunisi berildi unga. Hali shirin so'z bilan. U bolani hali tili kirmagan. Hali birga ham kirmagan bola. Bilan bir narsa qilib terib o'tirib, ota-onasiga qarab bir qanaqadir bir qiziqish bor. Lekin eksperiment qilishdi, xuddi shu bolaga jahl bilan o'sha narsani berishdi. Qaran uni deyishdi. Bola uni qilmadi. Yig'ladi, ota-onasiga qaradi, boshqa narsa qildi, lekin o'sha ish qilmadi. Qanchalik bolaga sizni muomalangiz, munosabatingiz nihoyat ahamiyatli. U bolachalar ular farishtalar-ku ular. Emosional kontakt so'z kontaktidan ancha muhimda o'zi. Shuning uchun birinchi o'rinda sabab. Agarda shu ota-onani farzand bilan muloqot qilishga vaqti bo'lmasa, eng zo'r yo'l qo'liga telefon pochta ushatib qo'yish va soatlab undan dam olish. Unda farzandni nima kerak bor bo'lmasam? Unda mushuk boqish kerak. Kuchuk boqish kerak. Ular bilan shunaqa qilsa bo'ladi. Bir marta kuchuk bo'lsa, kuniga bir marta aylantirib kelasiz. Bo'l mushuk aylantirmasangiz ham bo'laveradi. Yuraveradi. Vaqt ovqatni bersangiz bo'ladi. Shuning uchun birinchi o'rinda shu, ikkinchi o'rinda bolani bo'sh vaqti bo'lmasligi kerak. Maktab shunaqa bo'lish kerakki, maktabda o'zida bizda shu prodlyonka degan narsalar bo'lardi, har xil krujoklar degan narsa bo'lardi. Bolada har xil qiziqishiga qarab, har xil to'garaklarga qatnashish kerak. Qo'shiqqa qiziqishi bormi? Yaponlar metodikasi menga juda ham yoqadi. 5 yoshgacha bolani tegmaydi. Faqat kuzatadi. Qarasaga bolada faqat sportga qiziqish. Qaysi sportga? Futbolgami? Bo'ldi, demak futbolga berish kerak. Lekin berganga yarasha eng zo'riga berish kerak. Eng zo'r o'qituvchiga.
bolada qo'shiqqami ko'proq o'sha ijodgami, demak o'shanga yarasha bo'lgan to'garakka berish kerak. Bolani bo'sh vaqti bo'lmasligi kerak. Uy kelgan paytda shu charchagandan shunda to'g'ri bo'ldi, yaxshi dam olinglar deb kirib dam olish kerak, uxlash kerak. Shunda telefon haqida, gadjet haqida u o'ylamaydi ham, bu narsa xayoliga ham kelmaydi. Ya'ni 3 ta sabab. Xulosa qilib, birinchisi ota-onani va bolalarni o'rtasidagi bo'lgan kontakt, ikkinchisi ularni qiziqishiga qarab bo'lgan o'sha to'garaklar, uchinchisi ularni bo'sh vaqti bo'lmasligi. Bo'sh vaqt bu eng qo'rqinchli narsa. Va eng yaxshi ko'rgan kitoblarimdan biri bu Buyuk Britaniyaning eng birinchi ayol bosh vaziri Margaret Thatcherning kitoblari. Adashmasam eng oxirgi kitoblari bo'lgan. Eng yaqin do'stlariga bag'ishlab yozganlar. AQShning 40-prezidenti Ronald Reaganga Statecraft Strategy for the Changing World degan kitob. O'shani eng oxiridagi abzatsi juda ta'sirli. Aynan bo'sh vaqt haqida aytilgan. Shunda degan, endi birinchi original tilda aytamiz, keyin tarjimasini. The worst moment in our life when we have a lot of free time and we don't have any kind of ideas for what and for whom we can use it. Ya'ni eng qo'rqinchligi hayotimizda bu juda ham ko'p bo'sh vaqting bo'lsa-yu, uni kimga va qayerga sarf qilishni bilmasang. Bo'sh vaqt bormi? Demak, o'sha gadjet bilan, telefon bilan bu boshlanishi. Qolgani undan yomon bo'ladi. Yomon yo'llar, yomon munosabat, keyinchalik kriminal. Hamma narsa shu oddiy narsalardan boshlanadi. Hozir ijtimoiy tarmoqlarda ham rosa trend bo'lgan, qaytarish shu narsadan. Yosh bolachalar o'ziga ijtimoiy tarmoqlarda akkaunt ochishadi, kimlar bilandir tanishishadi. Men ko'p videolarni ko'raman, Amerikada bo'layotgan hodisalar. Yosh katta odamlar keladi-da, ularning oldiga o'g'lini yoki qizini otini aytib chaqiradi. Meni chaqirdi-yu uchrashuvga deydi. Shunaqa holatlar yuzaga kelyapti-da, men shu telefonni qo'liga berib qo'yganida. Ota-ona shokka tushib qoladi. Ijtimoiy tarmoqlar bu odam o'ziga qarashda bo'lgan narsa. Agar o'zingiz yaxshi bo'lsangiz, undan to'g'ri tarzda foydalanish mumkin. Yomon bo'lsangiz, demak, bu narsadan faqat yomon tarzda foydalanish mumkin. Esida bo'lsa, endi eng birinchi ijtimoiy tarmoqlar qaysi biri edi? Bu Odnoklassnik bilan kontakt edi, to'g'rimi? Yaqinda bir eshitib qoldim bir. Qizcha o'z bujonisiga murojaat qildi. Bujon, siz yosh bo'lgan paytingizda qaysi ijtimoiy tarmoqda o'tirgansiz? Odnoklassnikdami yo kontaktdami? Endi aytadiki, men yosh bo'lgan paytimda men qamoqda o'tirganman. Odnoklassnik bilan bo'lgan kontakt uchun. Shuni aytmoqchimanki, bu yerda o'sha sizni o'zingiz yomon bo'lsangiz, u ijtimoiy tarmoq qo'ygan ham shu internet, gadjet, telefon hammasi shu yomonlikka xizmat qilib kelaveradi. O'zingizda bo'lish kerak. Ijtimoiy tarmoqlar shaxsan men uchun bu juda ham zo'r imkoniyat. Bilganlarim bilan sherik bo'lish, o'rtoqlashish. Sharing is caring deydi. Mana shu tarzda men juda ham xursandman va minnatdormanki, shu aynan shunaqa paytda men yashayotganimdan, shu ijtimoiy tarmoqlar davrida yashayotganimdan. Hozir zamonda bir nima tendensiyalar o'zgaryapti kundan kunga. Misol, kasblar deymiz, otabek kasblar o'zgaryapti. Bizda oldin yo'q, обязательно mana bu bo'lishing kerak degan g'oya bo'lsa, ota-onalarda ham hozir shunga nisbatan munosabat o'zgaryapti. Ya'niki farzand tinglab ko'rish, balkim sen mana buni xohlarsan, balkim keyin mana bunaqa qilarmiz degan, ya'ni borgan sari jamiyat shunga moslashyapti, o'rganyapti, rivojlanib boryapti. Siz farzandlaringiz bilan munosabatingizda qo'llaydigan eng muhim qanaqadir prinsiplaringiz bormi? Masalan, o'zingiz uchun shuni qoida qilib olgansiz, buni buzmayman. Va bu aksariyat insonda, endi aytganimizda ideal holat yo'q albatta, hammaga individual yondashuv zarur, lekin tavsiyalaringiz bormi? Mana shu prinsip ushlaganda men yutdim yoki farzandlar bilan munosabatda mana bu qoidalarni qilganim uchun menda mana bunaqa narsa yaxshi bo'ldi yoki mana bu xatoni takrorlayman degan tavsiyalaringiz bormi? Bundan aytib o'tganimdek, farzand bilan sirdosh bo'lish. Birinchi o'rinda shu. Eng yaqin do'st. Shu narsa. Bizda sal boshqacha tarbiya bo'lgan, chunki u paytda, u zamonda demak, atmosferasi ham boshqacha bo'lgan. Bu o'sha endigina Gorbachov davri edi. Perestroyka va glasnost. U paytda ayniqsa 80-yillarda oxirida hech esdan chiqmaydi. Magazinda hech narsa bo'lmagan. Ko'chalarda shuna qo'rqinchli navbatlar turardi. Oyim bilan ketadigan paytimizda qarasam navbat turibdi. Oyim shuni qo'limni olib tez navbatga turib olardik. So'ramagan holda.
nimani sotyapti deb biz so'ramasdik. Tez navbatga turib olardik, chunki bizdan keyin shu yarim daqiqa ichida bir 10-15 odam turib olardi. Turgandan keyin so'rardik, o'zi nimani sotyapti deb. Shunaqa qiyin davrlar bo'lgan. Shuning uchun qiyinchilik ham o'shanga yarasha bo'lgan. O'sha lekin Xudoga behisob shukur, biz hech qachon och bo'lmaganmiz. Yo'q narsadan oyim qandaydir bir o'sha kichik bir kupalardan bundan qanaqa bir shirin siyoqatlar qilib beradilar. Qo'y ovqati har xil. Shu och bo'lganmiz deb aytolmayman. Va bola ko'rish kerak. Siz qiynalayotganingiz. Qanaqa pul ishlab topayotganingizni qiyinchiligida bola ko'rish kerak. Tayyor narsani qabul qilmasdan. Men o'sha paytda ko'rib, oyim qiynalayotganini. Men o'sha paytda maktabdanoq boshlaganmanki, qay tarzda pul ishlashni. Referatlarni pul yozib berardim. Bizda adabiyot fanidan she'rlarni analiz qilish degan narsa bor edi. Men rus maktabida o'qiganman. Masalan, Pushkinni deylik, masalan, Nekrasovni deylik, o'sha shkolnik degan she'r bo'lgan. Скоро сам узнаешь в школе, как архангельский мужик по своей и Божьей воле стал разумен и велик degan bir joylar bo'lgan. Bu joylarni analiz yozishingiz kerak edi. Kim haqida o'zi Nekrasov yozgan o'sha paytda. Endi hozir ChatGPTdan so'rasangiz tez aytib beradi. Lekin 90-yillar boshida shu ChatGPTning hidi ham bo'lmaganda. Yozardik bu Lomonosov haqida gap ketgan. She'rda mana bunaqa ma'no. Shu menga sinfdoshlarim murojaat qilishardi, men ularga har biriga shunaqa bir o'sha she'rda har xil analizini yozib berardim, chunki har xil bo'lish kerak edi bu narsa. Bo'lmasa o'qitish bo'lib qolardi. Shunaqa qilib oyimga keyin yordam berish kerak qilardi. Farzandlar ko'rish kerak. Qay tarzda siz qiynalyapsiz? Qay tarzda sizga o'sha pul ishlab topish nihoyatda qiyin bo'lyapti? O'sha pulni mashaqqatini ular bilish kerak. Maktabda hech narsa chiqmaydi. Eng birinchi o'sha o'tilgan bir voqealardan biri o'qituvchimiz aytib berganlar. Bir ota har kuni pul olib kelar ekan uyiga, farzandi o'g'li bu narsaga hech e'tiborsiz qolar ekan. Keyin bir olib kelibdi, otalik vazifasi shu bizni boqishda endi derkan. Keyin bir kun ota kasal bo'lib ishga chiqa olmabdi. O'sha o'rmonda ishlar ekan. Va o'rniga o'g'li bir kun chiqib shunaqa qiynalibdi, otasini ishini endi bilibdi qanaqa qiyinligini, qanaqa mashaqqatlar borligini. O'sha daraxtlarni aniqlar ekan, aralar ekan. Keyin shu bir tanga topgan ekan, o'sha tangani shunda qo'lida ehtiyotkorlik bilan olib kelgan ekan kechqurun. Mana dada men ishlab topdim. Dadasi o'sha pulni olib shuni olovga tashlab yuboribdi. O'sha olovga borib, o'sha o'g'li o'sha qo'llarini kuydirib, o'sha pulni olibdi. Dada nima qildingiz? Men pul ishlab topganman, bilasizmi, men qiynaldim kun davomida. Mana o'g'lim bundan oldin men ham xuddi shunday qiynalgan tarzda shu pul ishlab topgandim. Lekin sana o'zing munosabatingni eslab ko'rgan shu narsaga degan. Shuning uchun bu albatta bu primitiv misol. Lekin farzand bu narsani bilish kerak, ko'rish kerak va his etish kerak. O'shanda farzandda mas'uliyat paydo bo'ladi. O'shanda sizning xatti-harakatlaringizga unda demak shunaqa bir munosabat bo'ladiki, demak pul osmondan tushmas ekanda. Demak bizdagi o'sha imkoniyatlar o'z-o'zidan kimdir kelib qo'shni mahalla qo'mitasi kelib qilib bilmas ekanda. Bular shunaqa mashaqqatlar, shunaqa og'ir mehnatlar natijasida bo'lar ekanda. Degan fikr bolada bo'lish kerak. Qadriga yetish o'rganadi. Otabekka fikringiz bo'lmagan holatda keling, mana shu narsani ozgina tomoshabinga nima qilib beraylik. Bizda endi o'zbek jamiyati bilasiz, andish yuqori yoki aytishadi farzandimga bu minnat bo'lib qolmasin, va mamlaqa bo'lib qolmasin, birovdan kam bo'lmasin, o'zimda ham hattoki ba'zida bo'ladi. Oilamda juda avaylashadi, juda nima qilishadi, qo'yib yubor o'zini, bor bo'ldi, nima borib keladi do'konga, mamla qiladi desangiz, mustaqillikka o'rgatish sal nimaroq. Ya'ni minnat bo'lib qolmasin chegarasini va qilayotgan mehnatingizni qadriga yetish chegarasini o'rtasida qanaqadir misollar bilan keltira olasizmi masalan? Oddiy, juda ham oddiy. Odamlar nima derkin degan gapni yashamaslik. Zo'r. Faqat shu. Men eng hurmat qiladigan tadbirkorlardan biri bu Henry Ford. O'z mashina zavodlari bilan butun Amerikada har bir oddiy oilada albatta mashina bo'lishi kerak degan, chunki mashina bu qanaqadir bir demak bir katta muvaffaqiyatni ko'rsatish emas. Bu har bir oilada shunday ham bo'ladigan narsa. Bu oddiy hol degan narsani shunday g'oyani muallifi bu Henry Ford shunday degan. Agarda o'z vaqtida odamlarning gapiga qarab ish qilganimda, men mashina emas,
tez yurar otni ishlab chiqargan bo'lardim. Shuning uchun shaxsan menga qiziq emas. Mani qo'shnilarim, mani mahallam va butun jamiyat men haqimda va farzandlarim haqida nima deyishi. Mana nimaga men hech qachon pulimni farzandlarimga nisbatan qaysi yo'nalish bo'yicha men pul ayamayman. Ularga eng zo'r o'qituvchi tanlashda. Chunki maktab zo'r bo'lishi mumkin, o'qituvchi unchalik yaxshi bo'lmasligi mumkin. Men o'qituvchi qidiraman, men yaxshi maktab qidirmayman, men yaxshi o'qituvchi qidiraman. U masalan shu o'zi aslida. Shuning uchun ularni ta'limiga, ularni qiziqishlari bilan bog'liq bo'lgan shu binolar aytib o'tgan o'sha kujoklariga men kerak bo'lsa oxirgisini sotib, lekin o'shanga men pulimni beraman. Lekin meni farzandlarimda eng oxirgi iPhone yo'q. Ularda eng oxirgi MacBook yo'q. Ularda mana bunday katta xonalar, spalniyalar yo'q. Bizda kichkina oddiy. Bir Nyu-Yorkda uyimni kelsangiz ko'rasiz. Shuning uchun bolalarim ko'rishgan qay tarzda men 7 yil yemay ichmay pul to'plaganim ularga o'sha bir uy sotib olish uchun. Ularni ko'rishgan yaxshida, qiynalganim. Arendalar to'ladik, juda bir hattoki yer to'lalarda ham yashagan paytlarim bo'lgan. Farzand tug'ishdan oldin albatta. Bular bilishgan ular. Men bularga hammasini aytib berganman. Borib ko'rsatganman qayerda yashaganimni. Shu 7 kishilik o'sha podvallarda yashaganmiz. Men u paytda yosh emas edim. 30 yoshda ko'chib ketganman Amerikaga. Qiyin bo'lgan sal. O'zbekistonning eng ko'zi ko'ringan kinoaktyorlardan biri bo'lganman. Sal qiyin bo'lgan menga psixologik nuqtai nazardan borib hojatxonalarni o'tdan tozalashga va idish to'g'lan yuvishga sal yosh bo'lgan paytingizda balkim bilmaydi. Bu yerdan ayniqsa siz tanib qolishganda hojatxona yuvargan. Otabek assalomu alaykum. Va alaykum assalom deysiz. Hali unitazlaringizni yuvib ketaverasiz. Sal qiyin bo'lgan. Bu narsani farzandga aytib berish kerak. Bu narsani ko'rsatish kerak. Demak, emotsional kontakt yaxshi bo'lsa yetkazishingiz ham osonroq bo'ladi. Albatta. Sizni tushunish ham osonroq bo'ladi. Albatta. Shuning uchun ham men o'ylaymanki, farzandda o'sha kontakt shunchalik to'liq bo'lish kerakki, farzand to'liq bilish kerak. Qayerdan shu pul kelyapti? Qay tarzda, qanaqa mehnat natijasida o'sha paytda farzandni birinchi o'rinda, meni shaxsiy fikrim bu, adashgan bo'lishi mumkin. Eng asosiy narsa unda paydo bo'ladi. Buning nomi mas'uliyat. Men mas'uliyatsiz odamlardan qo'rqaman. Mas'uliyatsiz odamlar bilan men do'st bo'lmayman. Mas'uliyatsiz odamlar bilan men ishlamayman. Mas'uliyatli siz odamlardan men uzoq yuraman. Agar mas'uliyat bo'lmasa qanaqa bu odam? Menimcha yo'q. Shuning uchun ularda birinchi o'rinda shu mas'uliyat paydo bo'ladi. Mas'uliyatdan keyin nima bo'ladi? Lafz bo'ladi. Keyin o'zini mehnatiga, o'zini qilgan ishiga bo'lgan o'sha munosabat bo'ladi. Bu narsa sifatli bo'lishi kerak degan narsa keyin paydo bo'ladi. Mas'uliyat bo'lmasa, qolgan haqida menimcha gapirmaganim ma'qul. Fazilat keng bo'lishi kerak. Haqiqatdan ham ota-onaning roli juda muhim shaxs shakllanishda. Menda hozir Shahzod savolingizni nima qilgan holatda, save qilgan holatda hozir Otabekdan so'rab oladigan bitta qismim bor. Bu tomoshabinlarimiz uchun ham juda qiziq. Bizda bir o'zbek jamiyati stereotip bor. Ba'zi bir ko'rsatuvlar olinadi, ba'zi bir nimalarda ham loyihalarda ham ko'rganmiz. Va nimada? Misolki, Amerikaga ketib, u yerda yashagan insonlar o'zbeklarda ertaga bolalari ularning nazoratidan chiqib ketishi, turli xil bir narsalarga a'zo bo'lib ketishi, qo'rquv, jamiyatning oldidagi mas'uliyati kamayishi va undan ham yomoni qaragan chog'ida farzandlar ota-onaga bo'lgan iltifot, mehribonchilik ko'rsatmasdan va xohlaganda Amerikaga ketding, xor bo'lasan aytdi. Hozir yutasan, qisqa muddatda, uzoq muddatda ertaga mana bunaqa holat kelasan degan bir nima bor. Jamiyatda bir fikr bor. Bu vaholanki xohlang kimlardir kes orqali shakllangan, vaholanki qaysidir ko'rsatuvlar orqali shakllangan bo'lishi mumkin. Balkim kimnidir ko'rish yoki namunalar orqali shakllangan, bilmadim nimadan qaydan paydo bo'lgan bu narsa, lekin shunaqa bir tushuncha bor. Sizda bu holatga fikr qanaqa? Bu narsani bundan aytib o'tganman. Shunaqa bir stereotip, noto'g'ri fikrlar bor. Kimdir Amerikaga ketib, o'sha yerda buzilib ketibdi, yomon yo'liga kirib ketibdi. Kimdir o'sha ko'chib ketib, o'sha yerda yomondan olib ketibdi, yomon yo'lga kirib ketibdi. Men hamisha aytaman, bu narsa noto'g'ri. Musofirchilik, nafaqat Amerika, musofirchilik shunaqa narsaki, odam haqiqiy yuzini ko'rsatadi. Bu yerda yashab yurgan paytingizda o'sha to'lib bosgan joyingizda maska bilan yurish osonroq.
musofirchilikda xohlaysizmi xohlamaysizmi bu maska yo'q bo'lib qoladi. Siz qanaqaligingiz shu chiqadi. Aytadi-yu, maqolam bor, hind maqoli. Odam qanaqaligini bilmoqchi bo'lsang, u bilan yoki sayohat qil yoki qamoqda birga o'tir. O'shanda bilish mumkin qanaqaligini. Hech kim buzilib ketmaydi. Amerikada yoki shu Yevropalarga borgan paytda yoki o'sha musofirchilikda shu asl yuzini ko'rsatib qo'yadi xolos. Bola masalasida. Agarda berilgan tarbiya mukammal bo'lmasa, u nafaqatgina Amerikada, shu yerni o'zida ham yomon yo'llarga kirib ketib, yomon shaxs bo'ladi, yomon odam bo'ladi. Yaqinda bir xalq artistini, shu ko'zga ko'ringan insonni uyiga mehmondorchilikka borib qoldim. Shuna kirib bordim, qarasam bir bolacha, menimcha yo 12 yo 13 yosh. Gadjet o'ynab o'tiribdi, shu anaqa. Kirib kelganimizni ko'rdi, bildi. "Hey, salom bermaysan?" Rus tilida. Bo'lsa o'zbek. "Здрасте." O'tirdi, davom ettiryapti. Bu Amerika emas. Nyu-York emas. Toshkent shahrida O'zbekiston xalq artistining nevarasi. Keyin otasi chiqdi uni. Otasi ham xuddi shunaqa ekan. Zo'rg'a salom berdi. Xuddi qarzga pul berayotgandek. Qaytarib bermaslik sharti bilan. Hammasi Toshkent shahrida bo'lib o'tyapti. Amerikaga borish shart emas uning uchun. Tarbiya shunaqa bo'lgan. Shuning uchun hech Amerikada bo'lsa, u oila uchun bu normal. Norma, ha. Hech esdan chiqmaydi. Men endi o'zim uyimni ijaraga berganman bu yerda, Toshkentda, chunki men bu yerda yashamayman. Hech esdan chiqmaydi, bir Janubiy Koreyadan kelgan oilaga berganman. O'g'illari o'sha tinmay o'sha o'tirib kitob o'qirdi hamisha. Har safar kelgan paytimda, endi ko'rib ketishim kerak, o'zi uyim joyidami yoki yo'qmi. Har safar kelgan paytimda oyisi chiqib menga salom beradi. Hozir dedi, o'g'lim sura olib chiqardi. Salom berdi. Salom dedi. Yaxshimi? Xayrlash. Keyin kirib ketardi o'g'li. Mana sizga Osiyoni tarbiyasi. Tushunasizmi? Osiyo. Koreya qatu. Afrika emas, Yevropa emas, Osiyo. Bizga o'xshagan Osiyo davlati. Shuning uchun birinchi o'rinda shu narsa. Elementar narsa. Kelgan odamga, uyingizga kelgan odamga yumshoq joyini ko'tarib, assalomu alaykum deyish kerak. Hol-ahvol so'rash kerak, keyin o'zini buyuk ishlarini davom ettirish kerak. Bu elementar narsa. Yo'q bo'lib ketayotgan narsa. Lekin bu narsani biz qanchalik ushlab qolishimiz bu faqat o'sha ota-onani qo'lida. Shuning uchun Amerikadagi bolalar ham xuddi shunda. Masalan, men endi borgan paytimda sport zalida bir yigit bilan tanishib qolganman. Qarasa, tatuirovkalar bu yoqda endi haqiqiy shu amerikanец. Keyin bilsam u amerikanец emas, u o'zbek ekan u. Keyin bildim. Tasodifan. Amerika tug'ilgan o'zbek bola ekan. FBRda ishlar ekan. Keyin men yoshi 25 yoshda. Yaxshi, men aytibki, men ota-onamga 8 aytib berdim, ular rosa anaqa burjisiz ekan. Endi men Amerika katta bo'lganman, shuning uchun men tanimayman, uzr. Momo emas. Nima meni hamma tanish kerak? Hamma kimni taniydi? Benjamin Franklin taniydi. 100 davrdagi boboyga. O'shani hamma taniydi. Men Franklin qarindosh emasman. Tanimagan bo'lsa muammosi yo'q. Ota-onam siz murjisiz ekan, biz anaqa shu yil to'y qilamiz. Shu iltimos qilish, shu to'yimizni olib borsangiz, birta to'ylarda ko'rishgan ekan, olib borganingiz. Ha, bo'ldi. 25 yoshda uylanasanmi? Amerikada buni masalan 30-40 yoshdan keyin uylanadi, Amerikada. Yo'q, menda ham bunaqa yosh uylanish niyatim yo'q. Men hali ishlarim, karyeram bor. Endi ota-onam aytganini ikki qila olmayman-da. Bizda muhokama qilinmaydi ota-ona aytgan narsani. Shunga ular nima desa shu, hatto o'zimni xohishi yo'q deydi, chunki hali ishlarim bor deydi. Lekin ota-onam niyat qilib qo'yishgan, hisob qo'yishgan. Bu yil meni uylanishim kerak. Amerikada tug'ilgan o'zbek bola. Ota-onasiga aytgani. FBRda ishlayapti. Shuning uchun aytmoqchi bo'lganim, tarbiya bu balkim juda oddiy va oson eshitilsa kerak, lekin eng asosiy sir shunda. Shuning uchun agarda o'sha tarbiya mukammal bo'lmasa, uni farqi yo'q. Qaysi davlatda bola yomon yo'llarga kirib ketishi. Hozir madaniyat haqida gaplashdik. Davlatlarni gapirganimizda o'zi biror bir madaniyat yoki biror bir misol uchun punktuallikni gapirsa, Germaniya xayolga keladi. O'zini vaqtida, o'zini ishini o'zini joyida qilib qo'yadi. Yaponiya. Ikkinchi jahon urushida mag'lub bo'lgan davlatlar. Shunaqa. Chet elni shunaqa lol qoldirgan o'zimizning urf-odatlarimiz bormi? Misol uchun bizni O'zbekistonning oshi, o'sha plov deydi.
Palov yoki Samarqand, Buxorodan boshqa yana nima bilan tanishadi? Ko'p davlatlarda bo'lgansiz. Shu eng yomon ko'rgan mavzum bu osh. Rivojlangan davlatlar kosmik turizm haqida hozirda strategiyalarni qilishmoqda. Biz haligacha shu kim oshi yaxshiroq deb Buxoroniki Shundan tashqari yana nimanidir bilishadimi biz haqimizda? Tashqaridan bizga nazar, bizning imijimiz qanaqa o'zi? Yaqinda Chikagoga bordim. Bir amerikan kompaniya meni taklif qildi. Va o'sha kompaniyani rahbari bilan meni tanishtirishdi. Ular bilan hamkorlik qiladigan bo'ldik. Ular trak kompaniyasi. Dedi, bizga faqat shu o'zbek trak drayverlari kerak xolos deydi. Katta yuk mashinalarni haydovchisi faqat o'zbeklar kerak. Shuning uchun bizni faoliyatimizni yoritib bersangiz, bizda aynan o'zbeklar demak, shofer bo'lsa bizga o'sha kerak. Nimaga aynan o'zbeklar desam? Birinchidan deydi o'sha mendan bir 3-4 yosh katta yigit, kompaniyaning rahbari, Chikagoning eng boy odamlaridan biri. Dediki, menga sizlar madaniyatingiz yoqadi deydi. Yosh katta odam kirib kelganda sizlar hamisha o'rningizdan turasizlar deydi. Bu oddiy, elementar narsa. Sizlar uchun balki oddiydir, biz bilan narsa yo'q deydi. Kirib kelishi. Katta odam gapirganda, hech bo'lmasa 1 yosh katta bo'lsa, jim turishi. Ko'zga qarab, loqqa yetirib javob bermaslik. Choyni quyib, o'ng qo'llardan berishinglar. Uy kirib kelgan paytingizda o'ng oyoq bilan kirib assalom deyishinglar. Birinchi bo'lib o'sha choy berganda ham birinchi bo'lib odam o'ziga choy qo'yadi, bilasizmi? Keyin mehmonga beradi. Nimaga? Chunki mehmonga ko'rsatish kerak. U choyni ichida zahar yo'qligini. Bu ota-bolarimizdan qolgan odat. Kattalar stolda o'tiribdimi? Ovqatni boshlamaguncha yeyishi. Qolganlar o'tiradi. Balki kattalar esdan chiqib qolganlar, gap bilan o'tib ketganlar balkim. Kutish kerak. Eshitmagan holda. Shu boshlab qo'ysa yaxshi bo'lardi, keyin biz ham boshlardik. Degan narsa yo'q. Shunga menga juda ham yoqadi. O'zbeklar, shuning uchun men aynan o'shalarni ishga olgim keladi. Nafaqatgina shoferlikka, balkim o'zim o'sha xodimlar sifatida. O'sha kompaniyaning faoliyatini ko'rsatib berdim. Hozir qachondir borsanglar, xudo xolasa Chikagoga o'sha kompaniyaga boraman. Nomi faqat amerikancha, ichida ham o'zbeklar ishlaydi xolos. Ya'ni bizning madaniyatimizni hurmat qilishadi. Bizning madaniyatimizni hurmat qiladigan plyuslari va boshqalar o'rganadigan jihatlari nihoyatda ko'p. Faqat kim uni ko'rsatib berishida. Minuslari ham shunga yarasha. Xuddi boshqa millatlardek, xuddi boshqa jamiyatlardek. Shuning uchun kimdir bu millat ustunroq, bu esa sal madaniy nuqtai nazardan qoloqroq degan narsa bu eng katta xato. Chunki yomon millat yo'q. Lekin yomon odamlar yetarlicha. Biz ham shu so'ramoqchi bo'lganimiz shu bo'ldi. Ya'ni bizni yana qanaqa tanishar ekan Samarqand, Buxorodan boshqa. Mana o'zbekning chet eldagi imiji qiziq bo'ldi. Qanaqa biz haqimizdagi tasavvur. Masalan, Fransiya desa, meni ko'zim oldiga tabiiyki, siz endi kengroq kezib ko'rish imkoniyati bo'ldingiz. Men Fransiyada bo'lmaganman. Croissant, Eiffel bashniyasi, Notre Dame de Paris. Fransuzlarni bilasizmi, sizga tan berish kerak. O'z tiliga bo'lgan e'tibori. Woody Allen o'z vaqtida shunday degan. Parijda yashagan paytimda shuni ham bildimki, Parijdagi hattoki mushuklar ham fransuzchasiga miyolashadi. Fransiyada hamma fransuz tilida gapiradi. Hamma. Qanchalik siz ingliz tilini yaxshi bilmasangiz, farqi yo'q. Shunchalik ular o'z tiliga bir e'tibor bilan qarashadi va agar siz ularning tilida xatoliklar bilan gaplashingiz ham, zo'r gaplashingiz ham, ular sizga yordam bergan holda hurmatlaringiz qoladi. Boshqacha hurmat bilan qarashadi. Bu narsani men fransuzlarda ko'rdim va nemislarda ko'rdim. Qoyil qoldim. Afsuski bu narsani men ko'ryapman, hozir o'zbek tili qanchalik mana demak yo'qolib ketayotganiga. Ayniqsa ko'chada yurgan paytimda hattoki o'sha har xil kafelarni, restoranlarning nomi ham Utatyani, pirashki, mayli endi anaqa misol uchun yoki mana yaqin bu yoqqa kelyapman, Молочный dom. Shu yaxshi, mayli, balkim ularning ham qanaqa g'oyasi bordir. Lekin Lev Tolstoy yaxshi gap bo'lganda, har bir millatda vijdoni bu uning tili. Bizda ham maqol bor-ku, tilga e'tibor, elga e'tibor. Shuning uchun agarda shu narsaga biz qaramasak, hozirdan biz millat sifatida yo'qib ketamiz. Hozir juda qattiq kirishishdi, ayniqsa mana shu ijtimoiy tarmoqlarda aktivist. Menga juda ham yoqadi bu yigitni faoliyati. Bonda bo'lgan, men endi bekitib o'tirmayman. Hamma ko'rib bo'ldi-da bu anaqani. U qanchalik katta nimada bo'ldi? Masshtabda bo'ldi o'sha unga berilgan munosabat, o'sha unga ko'rsatilgan munosabat. Menda undan battar bo'lgan. Bir tog'ga borganimizda juda bir katta anaqa kompleks.
dam olish kompleksi. Nomini aytmayman, ularga reklama qilmasin deb. Lekin o'ta faqat bitta kompleksi bor hozir, shuncha bildinglar. Birinchi harfi A. Ha, oxirgisi Y. Ikratka. Borsam, resepsiondagi qiz zo'r g'alabdan rus tilida gaplashyapti. Men bunday tarzda menimcha shu fin tilda shunday gaplashim kerak. Shunday gaplashim kerak. U qiz rus tilida gaplashganda. И здравствуйте. Men yaxshimisiz desam, "Me хорошо, вы как?" deydi. Men senim sizga o'zbek tilida gapiryapman. "Ne, me хорошо" deydi. Unaqasi ham qildim. Bunaqasi. Seni men o'zbek tilida gaplashyapsiz. Siz o'zbekmisiz? Da, ya o'zbekcha deydi. Men harakat qilaman janjalgacha yetib bormaslikka. Men juda ham sabrli odamman. Lekin til masalasida hamisha mana shu sabrim ba'zida yetmay qoladi. Unaqasi ham gapirdim o'zbek tilida, bunaqasi ham. Baribir o'sha o'zini o'sha broken language deydi. O'sha singan, o'sha agarda nihoyatda mukammal bo'lmagan o'sha zo'r g'alabdan gapiradigan rus tilida menga bari javob qaytaryapti. Qardim o'sha kitobi, o'sha takliflar, anaqa bir maxsus kitob bor ekan, o'sha yerga men yozdim. Balkim turizm nuqtai nazaridan rus tili yaxshidir. Ayniqsa rusiy zabonga kelganda albatta ular bilan rus tilida gaplashishga yaxshi, bu muammosi yo'q. Lekin o'zbek kelib o'zbek tilida gapirganda Toshkent viloyatida menga o'zbek tilida javob kerak deb o'shani keyin qoldirdim. Keyingi yil bordim. Xuddi shu ahvol. Hech narsa yo'q. Qoyil edim. Dunyoda 3 narsa o'zgarmaydi dedim. Birinchisi bu elektrotok degan o'sha tokni soni plus bilan minus. Ikkinchisi bu Belarusning prezidenti Aleksandr Grigoriyevich Lukashenko ham hech qachon o'zgarmaydi. Va uchinchisi dedim, sizni siniq rus tilingiz dedim. Dedi. O'shani ham tushunmadi hozirli ham. Shuning uchun bu oddiy misol, lekin men qattiq xafa bo'ldim. O'shandan keyin hech bormay qo'ydim. Mendagi klient yo'qotdi. O'sha joy. To'rtinchi narsa ham o'zgarmagan menimcha, o'sha takliflar kitobi siz yozgansiz shu qolgandir, lekin varog'i esimda. O'ziga xos murojaatim bo'ladi, ta'lim sohasida ishlayotgan inson sifatida. Bizda ko'p tilni bilish va umuman o'zi tilga bo'lgan munosabatni aralashtirib qo'yishadi. Ya'niki til bilish bu yomon emas, til bilish bu zo'r, til bilish bu ajoyib, til bilish bu dunyo. Sizni yangi adabiyotlarga imkoniyatingiz uni o'qishga, uni tahlil qilishga, umuman o'zi dunyoni anglashga, ilm olishga sizning imkoniyatingiz. Hozir shunaqa bir ba'zi bir nimalarda ko'raman. Yo'q, biz ataylab rus tilini o'rgatmayapmiz deydi. Men nimaga deyman? Nimasi yomon? Bu ham to'g'ri narsa. Ha, bizda bu anoda boyagi Erkin Vohidov she'ri bor-ku, rus bo'ldik, rusdan battar, arabdan ortiq degan nimalari bor-edi, misralari bor-edi. Men iloji bo'lsa shu yerdan qo'yib ketinglar, o'shani misol qilib qo'yib ketinglar. Men 5 sekund jim turib turaman. She'rni qo'yib ketsanglar. Demoqchi bo'lganim bizda keskinlik, ya'ni juda tarafkashlik zo'r. Bu narsaga men o'sha ta'limda ishlayotgan inson sifatida eslatma qilib aytaman, buni juda noto'g'ri. Ya'niki til bilish zo'r. Faqat uni o'z o'rnida ishlatish, ya'ni ona tiliga bo'lgan muhabbat, vatanparvarlik bilan aralashtirib yubormaslik kerak. Rus tilida erkin muloqot qilyaptimi farzandingiz, bu juda ajoyib. Bu yaxshi ko'rsatkich. Bu degani farzandingiz rus bo'lib ketdi degani emas. Ingliz tilida erkin muloqot qilyaptimi, bu undan da ajoyib ko'rsatkich. Jahon tili. Xitoy tilini o'rgansin, yapon tilini o'rgansin, bu juda ajoyib. Ya'ni ota-onalardan iltimosim shu bo'ladi, farzandingizni til bilishini siyosiylashtirmang. Uni til bilishini noto'g'ri talqin qilmang. Faqat yaxshi o'rgansin, zo'r o'rgansin, bilsin. O'zimiz O'zbekistondagi o'zbek tiliga bo'lgan hurmatni ham shu darajada saqlanib qolishini va yanada oshishini men ham talab qolardim. Qolaman. Qoladiki, shu mavzuga bu germaniyalik faylasuf Yogan Goeteni zo'r gapi bo'lgan. Birorta chet tilni o'rganishdan oldin odam o'z ona tilini mukammal tarzda o'rganishi shart. Uni o'zingiz tilingizni chuqur tarzda o'rganing. Boshqa tillarni o'rganishga ham sizda demak osonlik bo'ladi. O'zingiz tilingizni agar yaxshi o'rgangan bo'lsangiz. Hozirgi til haqidagi mavzuyimizga qo'shimcha qilib kiritib ketmoqchiman, chunki o'tgan galgi o'sha podkastimizda ham auditoriya shunday ikkiga bo'linib oldi, esingizda bo'lsa,
qo'llab-quvvatlagan auditoriya bor. Xizmat ko'rsatishda o'zbek tilida murojaat qilganda o'zbek tilida javob qaytarilsin degan to'g'ri tushunganlar bor. Lekin noto'g'ri tushunganlar ham bo'ldi. Ruslar ham o'zbek tilida gapirsin. Yo'q. Bu unaqa ma'noda aytmadik biz hozir. Bilmadim. Man masalan o'sgan mahallada bizni qo'shnilarimiz juda ham o'sha ruslar juda ham ko'p bo'lgan. Ular hammasi hech bo'lmasam salom alik o'zbek tilida bo'lardi. Hech kim majburlash yo'q. Men o'zim o'ris maktabda o'qiganman. O'qituvchilarim hammasi rus bo'lgan. Rus, karis, yahudiy har xil millatga. Va bu yerda shunaqa narsa borki, tilni o'rganish kerak albatta. She'r tug'ildimi? Bilish kerak. Lekin ular majburlamaslik kerak. Bu narsa ularning o'zida bo'lishi kerak. Buni nomi farosat. Tushunyapsizmi? Shuning uchun men ko'plab videolarda ba'zi ko'rasiz, hali o'tib ketadi-yu bunday odamlar. Befarosat deb qo'yaman. Qaysi odam mana shu befarosat? Bunaqa elementar narsalar aytilmaydi. Voy, siz O'zbekistonda tug'ilgansiz-ku, nima qilibdi sizni millatingiz urus bo'lsa, o'zbekni o'rganishingiz kerak-da, degan narsa bo'lmasa kerak. U odamning o'zida bo'lishi kerak bu narsa. O'sha o'zini tug'ilib o'sgan yurtiga elementar bo'lgan hurmat. Shu. Menga juda bu masalada Sherzodxon Qudratxo'janing gaplari yoqdi. Ular Karl Marks gaplarini keltirganlarda, endi kimdir aytdiki bu Karl Marks edi, kimdir bu Mahatma Gandining gapi dedi. Uni farqi yo'q bu gapi, lekin ma'nosi juda ham yaxshi. O'z tug'ilib o'sgan yurtini tilini faqat ikki toifadagi odamlar bilmaydi. Yoki idiotlar, yoki kolaborantlar. Shuning uchun bu narsa odamlarda o'zida bo'lishi kerak. Tug'ildimi shu yerda? Demak, hech bo'lmasam Navoiyni hali asarlarini, Boburning ruboiylarini o'qiydigan darajada bo'lmasa-da, hech bo'lmasam mana shu oddiy muloqot uchun assalomu alaykum, yaxshimisiz? Hech bo'lmasam mana shu darajaga o'rganib qo'yishsa yomon bo'lmasdi. Men shunday deb o'ylayman. Bu narsa hamma joyda bor, hattoki Amerikada ham. Nyu-Yorkda 70% aholi ingliz tilini bilmaydi, bilish ham qolmaydi. Mencha Trump fanati emasman, lekin bitta farmoni menga juda ham yaqinda yoqdi. U ingliz tiliga davlat maqomi berdi. Endi 246 yilda. Keyin yoqqani mana kecha bu yangi qoida chiqdi traktorchilarimizga endi ingliz tilini mukammal tarzda bilishi shart degan mana kecha demak yangi mana qonun chiqdi. Masalan, bundan oldin endi o'sha kimdir bilganchalik bo'lsa, mana hozir endi hammasi o'rganishi shart. Ko'pchilik traktorchilarimizga hozir bu narsa yoqmasa kerak. Lekin hozirda ularga bu narsa bir katta turtki bo'ladiki, xohlaydimi, xohlamaydimi, ingliz tilini o'rganishlari shart. Ba'zi birlar biladi, ba'zi birlar bilmaydi. Mana endi hammasi bilishi boshlaydi. Keyin o'zlari o'sha Trampga ham, hammasiga ham rahmat deydi. O'rganib bo'lgandan keyin. Bu yomon narsa emas. Yashaydigan davlatingizni tilini bilish. Plus bo'lsa bo'ladiki, minus bo'lmaydi. Bu aniq. Tekshirilgan fakt. Albatta. Til bilish faqat plusga ishlaydi. Uni hech qanday zarari yo'q. Bu hattoki dinimizda bor bu narsa. Boshqa nimalarning tilini bilish doim qo'llab-quvvatlangan. Otabek aka, ko'p intervyularingizni kuzatganmiz. Bu baxt hamma uchun. Inson bir orzuni, maqsadni qo'ygandan keyin unga erishish. Ko'p orzularingizga erishgansiz, sanab chiqqansiz. Ularning orasida bitta katta orzungiz bor yana. Universitet ochish degansiz. Xudo xohlasa. O'sha yerda menda savol paydo bo'lgan. Otabek Mahkamovni orzusidagi universitet qanaqa bo'lishi kerak? Bu universitetda men ko'proq xohlagan bo'lardimki, demak, jurnalistika bo'yicha aynan dars berish. Chunki haqiqiy jurnalistika bo'lgan davlatda rivojlanish bo'ladi. Haqiqiy jurnalistika. Chunki biznikilar masalan ko'pchiligi o'sha programma "Vremyani" ko'rishadi, ular o'ylaydi, o'sha yerda mana haqiqiy jurnalistlar. Yo'q, aslida yo'q. Chunki jurnalistika bilan propagandistikaning farqi nimada? Ikkalasi deyarli. Lekin propagandistikada siz bu ruchkani faqatgina minuslarni yoki faqatgina pluslarni aytasiz. Va tomoshabinning o'rniga siz xulosani chiqarib, ularni shundaqana o'sha xulosani taqdim etasiz. Jurnalistikada esa yo'q. Bu ruchkani ham pluslarini, ham minuslarini aytasiz. Xulosani esa tomoshabinning o'ziga qo'yib berasiz. Chunki tomoshabin tekshirish kerak. Bu ruchka haqida men gapirgan faktlarni. Haqiqatan shunaqa pluslari bormi?
haqiqatan shunaqa minuslari bormi? Qanday bir chet davlatning bir rahbari kamdan kam intervyu beradi. O'sha intervyu berib qolibdi. Men mehmondorchilik dedim. O'sha oila voy, ana palonchi intervyusi boshlanadi, kelib birga ko'ramiz dedi. O'sha kamim qoladi dedim. Mehmondorchilikka borganda intervyuni tomosha qilishdi. Nimaga dedi? Intervyuni men uyda qog'ozni olib, ruchkani olib ko'rib o'tiraman. Gapirgan gaplarini yozib, keyin tekshiraman. Yo'q, dedi. Ha. Keyin o'sha davlat rahbari misol keltiryapti. U bir boshqa davlat rahbari haqida gapirayotganda uni yomonlab aytadiki, men o'sha bilan gaplashganimda men aytdim, Hasani otang ikkinchi jahon urushida axir askar bo'lgan-ku, uyalmaysan deb aytdim unga. Qanaqasi tak, uni otasi, qarasam uni otasi, u davlat rahbarining otasi 1947-yil tug'ilgan ekan. Urush tugagandan keyin 2 yildan keyin. Qanaqa qilib uni otasi urushda askar bo'lgan? Tushunyapsizmi? Elementar narsalar. Mana bu jurnalistika deyiladi. Sizda demak o'sha fact checking degan narsa bor. O'sha tekshirishga imkoniyat bo'lgan paytda. Siz reportajdan shunaqa qilish kerakki, xulosani odam o'rniga qilib qo'ymaslik kerak. Va meni orzuyimdagi universitet o'sha jurnalistika bilan bog'liq bo'lgan universitet ochish. Ha, albatta bor. O'zbekistonda meni do'stim, fikrdoshim, qadrdonim Sherzodxon Qudratxo'ja bu universitet direktori. Men juda hurmat qilaman bu insonni. Lekin raqobat bo'lgan joyda rivojlanish bo'ladi. Shuning uchun qachonlarda aynan shunaqa universitet ochish niyatim bor va u yerda birinchi o'rinda aynan o'qituvchilar, men o'zim tanigan professorlar, bu demak Garvarddan, bu Kembridjdan, bu Oksforddan, Stanforddan, Yale'dan, ko'zga ko'ringan universitetlardan demak domlalarni taklif qilish. Kimdir agar kela olmaydigan bo'lsa, hech bo'lmasam o'sha onlayn tarzda ularga dars berish. Va eng asosiysi o'sha O'zbekistonning chet qishloqlariga men ko'p boraman. Ayniqsa kitoblarim taqdimotlari bilan. Shunaqa yoshlarni ko'ramanki, u yoshlarda men o'zimni ko'raman. O'qishga ishtiyoq juda ham katta. Qo'ldan kitob tushmaydi. Orzulari, maqsadlari katta. Lekin moliyaviy imkoniyati yo'q. Hattoki shu Toshkentga kelib o'qishga ham chunki qimmat. O'sha arenda ham qolgani ham biz ham shu narsada yashaganmiz. Shuning uchun men harbiy akademiyaga o'qishga kirishga majbur bo'lganman qachondir. Chunki o'sha yerda bepul demak ijara bo'lgan, qo'rqinchli bo'lgan albatta. 500 kishi yashaydigan kazarma. Haligacha esimdan chiqazmayman. 449 xil naskinliklar. Lekin bepul bo'lgan. Bepul ovqat bo'lgan. Ha, eski sechka, grechka va srog o'tib qolgan go'shtlar bo'lgan. Unda go'shtlarni qarasam 1951-yil Gamburg shahri. O'sha go'shtlardan ovqat yeymiz, zato bepul. Shuning uchun shunaqa yoshlar juda ham ko'p. O'shalarni aynan taklif qilgan holda maxsus imtihonlardan o'tkazib, maxsus suhbatlardan o'tkazib, haqiqatan o'sha ishtiyoqi, o'qishga bo'lgan demak mehri va hayotda maqsadi, orzusi bormi? Demak, unaqa bolaga, unaqa qizlarga investitsiya qilishimiz kerak. O'shalar bizning kelajagimiz. Chunki odam aybi emas, u Toshkent shahrining markazida emas, balki chetroq joyda tug'ilib qolgan. Shuning uchun bu narsaga men maksimal darajada agarda Xudo xolasa qo'limdan keladi deya umiddaman. Shunaqa niyatlarim bor. Yaqin kelajakda shu narsani qilish. Inshaalloh niyatlaringizga yetishing. Otabek aka, men hozir muxlislarimiz oldida ham shu narsani aytib o'taman. Bizni xolding ta'lim xoldingi va kelajakda universitet umuman o'zi ta'limga aloqador har qanday loyiha qiladigan bo'lsangiz, biz to'liqligicha yordam emas, maslahat, yoningizda ko'makdosh bo'lib, yelkadosh bo'lishga tayyormiz. Balki yordam ham berasizlar. Albatta. Endi bu sizni faoliyatingizni kamsitmagan holatda aytdim. Ya'niki sizni salohiyatingizni kam baholamagan holatda aytayapman. Minnatdorman. Rahmat. Doim hamkorlikka tayyormiz. Har qanday ta'lim loyihasi bo'lmasin, chunki ta'lim va ta'lim atrofidagi narsa bu bizning hayotiy missiyamiz. Biz shu sohani nimasimiz? Fidoyisi, shu soha biz umrimizni bag'ishladik. Hayotlarni yaxshi tomonga o'zgartirish. Jamiyatni oz bo'lsa-da yaxshi tomonga o'zgartirish. Va niyatingiz sizda o'sha to'g'ri niyat, ya'ni bu pozitiv energiya va jamiyatga manfaatli niyat, bu zo'r. Bu yo'lda biz doim hamkorlikka, yordam berishga, yelkadosh bo'lishga tayyormiz. Menda bir savol paydo bo'lib qoldi. Ruxsat bersanglar, endi nima ozroq kayfiyat bo'lsa-da, maktabku bu har qalay maktab podkasti. Maktabda siz eng yomon ko'rgan fan bo'lganmi, yo'qmi hech? Ha, bo'lgan. Matematika. Ha.
va matematikaga bog'liq bo'lgan hamma fanlar. Algebra ham, geometriya ham hammasi. Chunki ko'p narsa o'qituvchiga qarashli maktabda. Men o'zim o'qituvchi bo'lgan paytimda shu narsani tushundim. O'qituvchi bo'lgan paytimda menda ikkichi bo'lmagan. Bitta ham ikkichi bo'lmagan. Menda hamma yaxshi o'qigan. Chunki fanimni sevardim. Dars berishni yaxshi ko'rardim. Talabalarni yaxshi ko'rardim. Va Dale Carnegie'da yaxshi gap bo'lgan. O'sha gap meni hayotiy shiorim edi o'sha paytda va haligacha. O'qimaydigan talaba yo'q. Ispas va malakasi kam bo'lgan o'qituvchilar ko'p. Matematika o'qituvchim shunaqa edi. Sinfda 32 odamda. Ikkitasi faqat o'sha fanni tushunardi. Shu ikkitasi bilan faqat ishlardi xolos. O'sha ikkitasi birinchi partada o'tirardi. Qolgan 30 ta odam xuddi go'yoki yo'qdek. Bir xil bo'lgan ekan taqdirimiz bu sohada. Xuddi yo'qdek. Anjelika Davidovna jamatar. Hayron qolardim. Menga aytar ekan, "Bo'lmasam siz dedim, shu ikkitasi bilan ishlang. Biz boshqa birorta fanlarni tanlaylik bo'lmasam." Menga masalan eng yoqqan fanim bu ingliz tili edi. Demak, huquqshunoslik edi. O'zbekiston tarixi, jahon tarixi. Men masalan o'shandan keyin munosabatimiz yomon bo'lib, men ikkala qo'yish boshlagan. Qasd qilishni boshlagan. Men unga qarshi chiqqanman. Men unga chunki qarshi chiqqanman va qarshiligim uchun men bekitmaganman. Shuning uchun shundan keyin bilganmanki, qo'rqmaslik kerak ekan. Qo'rqmaslik kerak ekan. Agarda haqiqatan fikringiz, haqiqatan siz g'oyangiz to'g'riligiga ishonsangiz, bu tekshirilgan g'oya bo'lsa, albatta bu g'oyani tekshirish kerak albatta. Shuning uchun matematika meni eng nafratlangan fanim bo'lgan. Keyinchalik Oksfordda malaka oshirgan paytimda meni o'qituvchim mendan yosh edi. Shu Oksfordda magistraturada o'qirdi. Menga matematikadan dars berish boshlaganda men bu fanni yaxshi ko'rib qolganman. Ingliz tilida menga matematika fani Angliyada berilganda. Ming rahmat meni o'qituvchimga, undan intervyu ham olganman, hattoki ingliz odam va u bilan birga rasmga tushib yozganman hattoki o'sha 2016-yil, 2015-yil menimcha yozganman. O'qituvchim, matematikadan o'qituvchim Anjelika Davidovna degan ayol bo'lgan. O'sha aytardi, "Sen hech qachon matematikani o'rgana olmaysan. Nolsan matematikadan" derdi. Shuning uchun umid qilaman siz bu postni o'qiyapsiz. Men nol emasman, chunki matematikani hozir ingliz tilida mana mazza qilib o'qiyapman. Muammo sizda bo'lgan ekan. O'sha paytda ham sizga o'sha narsani aytgandim va hozir ham qaytaryapman. Salom sizga, qatta bo'lgan bo'lsangiz ham. Shuning uchun o'qituvchi motivatsiyani beradi. Anti motivatsiyani ham o'qituvchi beradi. Eng birinchi o'sha o'qituvchilarimdan biri Jalal Jantibasi yaqinda o'tib ketdilar. Nimagadir shu qanaqadir bir munosabat menga, men balkim hamisha oyim shunaqa aytardilar, ayb o'zingda qidirdirdilar. Men balkim birortan chiqib qo'yganlarman. Meni yoqtirmasdilar. Keyin bir kuni chaqirib qoldilar. Hech qachon men ismim bilan chaqirmasdilar. Mahkamib dedilar. Eng yomon ko'rganim men familiyam bilan kimni chaqirsa. Mahkamib dedilar. Kecha televizordan Oyizani ko'rib qoldim. Yalla guruhining oldida turgan ekanlar sahnada. Nima ish qilaysiz? Deganda endi birinchi marta edi bunaqa. Shaxsiy savol berishlar. Men aytgan, "Bilasiz, men oyimni press sekretarlari emasman. Sizda unikal imkoniyat bor. Oyimlardan telefon qilib shu savolni o'zlariga berish. Bilmayman. Yalla guruh bilan nima qilayotganini sahnada." Desam, aytganlarki, "Endi oyiz bilimdon ayol, o'zbek tili, u paytda men endi o'zbek tilim yaxshi emas edi unda. O'zbek tilini yaxshi biladilar. Siz esa hech qachon televizorga chiqmaysiz. Sizda na o'zbek tili bor, na hech narsasi yo'q. Mana ko'rasiz, mana oyiz televizorga chiqadilar, siz esa yo'q." Keyin shu 2010-yilda birinchi marotaba Bo'rilar degan kinoda chiqarimda. Bundan oldin 2005-yilda O'zbegim o'g'lonlari degan konkursda, ko'rik tanlovda chiqqanmi tele tanlovda. Ya'ni sekin-sekin televizorga chiqish boshlab, o'sha paytdan boshlab, aynan shu 2010-yildan boshlab va ularni har yili tug'ilgan kunlariga bittadan katta televizor sovg'a qilardim. Chunki har yili kosmonavtika kuni tug'ilganlar ular. Meni ko'raymi deganlarda. Ha. O'zi bormasdim shu maxsus anaqadan berib yuborardim o'rtada tanishdilar. Keyin oxiri, "Voy, men boshqa televizor olib kelmasdim, uyim televizorga to'lib ketdi, hojatxonada ham 3 ta televizor turibdi." deganda tomosha qilsin. O'sha hojatxonada ham o'tirgan paytda ham tomosha qilsin. Kinolarimni, ko'rsatuvlarimni. O'qituvchini antimotivatsiyasi ba'zida motivatsiya ham bo'lishi mumkin. Odamni o'ziga bu narsa qarashli.
odam o'zi o'sha psixologiyasi kuchli bo'lishi kerak, tarbiyasi kuchli bo'lishi kerakki, hattoki o'sha unchalik to'g'ri, unchalik yaxshi bo'lgan munosabatda ham to'g'ri tarzda foydalanish kerak narsadan. Voy, hech qachon televizordan chiqmaysan, sen odam bo'lmaysan deb, demak men hech qachon televizordan chiqmayman, demak men odam bo'lmayman degan gaplar odam yashamaslik kerak. Hali shunaqa bo'ladiki, hali afsuslanadi shu gapida. Zo'r ketadi hali hammasi. Bu narsani men albatta oyimlardan o'rganganman, shuning uchun bu narsani men boshqa podkastda ham aytib berganman. O'sha abituriyentlik davriga endi men kelgan paytimda 16 yoshda, bu 2001-yilda hayotimda o'sha birinchi marta chet el mashinalarini modellarini ko'rganman. Kamida o'sha paytda, lekin bor edi. Birinchi marta o'shanda men o'sha Mercedes ham ko'rdim birinchi marta. O'sha paytda BMW ni ko'rdim. Kamida lekin bor edi. Keyin oyimga savol berdim. Bular kim oy? Menga dars beradigan o'qituvchilarmi? Men aytdim, yo'q. Bu sani raqiblaring. Bular ham abituriyentlar. Unda dedim, biz oyi hurmatimiz borda qaytib ketganimiz ma'qul dedim. Nima keldi? Chunki biz siz bilan BMWda, Jeepda yoki Mercedesda emas, balkim 63-avtobusda keldik. Demak, ketdik bo'lmasa oyi, birorta boshqa oliy o'quv yurtiga topshiramiz. Desam, esimdan chiqmaydi, bunaqa ohangda men bilan oyim hech qachon gaplashmaganlar. Birinchisi va oxirgisi edi. Aytganlar, yaxshi deb eshitib qo'ygan. Eng korrupsiyaga bosib ketgan jamiyatda ham senga o'xshagan, o'qiydigan, bilimdon odamlar kerak. Bo'lmaydigan bo'lsa, davlat yo'q ketadi. Mana Sovet ittifoqi qanchalik dunyoning eng katta, eng kuchli davlati bo'lgan. Butun u Sovet ittifoqi aksagan paytda butun dunyo shamollab qolardi. Lekin yo'q ketdi-ku. Tanish bolasi, korrupsiya, tuban g'oyasi noto'g'ri bo'lgan. Shuning uchun senga o'xshagan odamlar hamisha kerak. Lekin seni vazifang o'zingning yo'nalishingda shunaqa zo'r mutaxassis bo'lish kerakki, mana shu hozir ko'rib turganinglar, mana bu mashinada kelganlar. O'shalar sen bilan bitta stolga o'tirishga orzu qilish kerak. Nafaqatgina ular, balki ularga pul berayotgan ota-onalar ham. Bor o'qi deganlar. Shundan keyin men uyqumni yo'qotganman. Kunida 2-3 soat uxlaydigan bo'lib qolganman. Tayyorgarligimni qilganman. Ha, respublikada 1-chi o'rin olmaganman, 5-chi o'rin olganman. Lekin o'qishga kirganman. Shuning uchun ham qolgani o'sha kimdir aytsa, men bu yoqqa o'qishga kirardim, lekin tanish bolasi kirdi, boyni bolasi kirdi. Men shaxsan bunaqa gaplarga ishonmayman. Men bunaqa gaplarga ishonmayman. Tayyorgarlik, o'qish va o'zingizni qo'ygan maqsadingizni sari harakat qilish. Men shunisiga ishonaman. Hozirgi kunda zo'r, lekin Otabek, men o'zim kuzatayotgan bo'lsangiz kerak, men ham o'qishga topshirgan vaqtimda xuddi shunaqa shart bo'lgan, yoki eng zo'r spetsialist bo'lasan, yoki zo'r traktorchi bo'lgin deyishgan. Men o'zim yo'nalishimni tanlaganman va kirganman. Unda bor edi savollar, to'siqlar, hisob kitoblar bor edi, ya'ni poraga oid. Hozirgi kunda oliy ta'limga kirish, men aytaman, tanlov o'ta keng. Shaffoflik. Men qo'rqmasdan ayta olaman, masalan, hozir davlat universitetlariga ham, davlat oliygohlariga ham men pora bilan kirganini eshitganim yo'q. Masalan, mashinniklar oldin ham bo'lgan, undan keyin ham bo'ladi, kimdirni aldab pulni olgan bo'lishi. Asosiysi menimcha abituriyentlarni bo'lgan o'qishga bo'lgan munosabati. Xuddi shunday. O'qishga bo'lgan munosabat nafaqatgina abituriyentlik davrida bo'lishi kerak. Lekin o'qishga kirganda ham bo'lishi kerak shunaqa. Xuddi o'sha ilhom, xuddi o'sha ishtiyoq, xuddi o'sha g'ayrat qay tarzda abituriyentlik davrida o'sha tayyorgarlik zo'r bo'lgan bo'lsa, o'qishda ham shunaqa bo'lishi kerak. Siz uchun mana nima muhimmi? Bilimni bo'lishi muhimmi yo ilm olishga bo'lgan to'g'ri munosabat qaysi biri ko'proq manfaat beradi deb o'ylaysiz? Bilimni hard skill deb oladigan bo'lsak, buni soft skill deb oladigan bo'lsak, qaysi biri muhim deb hisoblaysiz? Bu yoqda men ingliz xalq maqolini eslayman. A clever calf sucks two mothers. O'zbek tilida ham bu maqol bor. Aqlli buzoq ikkita onadan emadi. Ikkala yo'l ham. Ikkala yo'l muhim. Balans. Zo'r. Temurbek aka, suhbatimiz qizg'in ketyapti. Hamma aytilgan mavzularda chuqurlashyapmiz, boshqa mavzularga o'tyapmiz. Lekin eng oliy ne'mat o'sha vaqtimiz chegaralangan. Savollarimiz juda ko'pchiligi qolib ketdi. Yaxshi bo'pti. Vaqti taqsimotida. Bu demak, balkim keyingi podkastga bo'lgan imkoniyat nasib qilsa, xudo xolisa.
Otabek aka, vaqtingizni ajratib, yo'q demaganingiz uchun, o'zingizni hissingizni qo'shganingiz uchun bu loyihamizga o'sha Timurbek aka aytganlaridek, asosiy bizni auditoriyamiz ota-onalar, o'zini farzandini tarbiyasiga qiziqqan, farzandini tarbiyasida nimalarga yo'l Ota-ona qo'ymasligi kasbini kerak. egallashga qaratilgan bir Zo'r gap bo'ldi. Ota-ona kasbini yengillatishga yo'naltirilgan loyihamiz. Juda katta hissa qo'shdingiz. Kattakon rahmat vaqtingizni ajratib kelganingiz uchun. Timurbek aka, sizga ham rahmat. Shahzod ruxsatingiz, Otabek ruxsatingiz bilan man tabiatan ozroq uyatsizroq, bezbetroq odamman-da. Man aytmasam bo'lmaydi. Hozir siz ketgandan keyin Shahzod bilan munosabatimizga putur yetmasligi uchun man kecha xabar topib kelishingiz haqida man 4 dona 5 dona bilet savolim bor edi. Buni bermasam uxlay olmayman. Shu uchun Mayli, yaxshilab uxlashingiz uchun albatta. Da, mani Keyin uxlolmasangiz, keyin menga ham keyin vijdonim keyin qiynaladi. bilet savollarimiz endi sizga buni anaqa qilishim shart emas. Men tomoshabinlar uchun tushuntiraman. Tezkor savollar, tezkor javoblar. Hozirgi kundagi ta'lim eng katta muammosi qaysi deb hisoblaysiz? Ta'limga bo'lgan munosabat. Zo'r. 21-asr bolasi. Mana bugungi kunda sizni farzandingiz, meni farzandim va bizni maktabimizda o'qiyotgan o'quvchilar, nafaqat butun millatimizning qora ko'zlarining farzandi. Ular uchun eng muhim bo'lgan va hozirgi kunda zarur bo'lgan 3 ta xislatni ayting. Mana shu xislatga ega bo'linglar, hammasi yaxshi bo'ladi degan ma'noda. Mas'uliyat, samimiylik, halollik. Zo'r, rahmat. Baholash, ya'ni 2 dan 5 gacha bo'lgan baholash, ba'zi joyda 1 dan 10 gacha bo'lgan baholash. Baholash o'quvchiga motivatsiya beradimi, bermaydimi? Endi men hamma o'quvchilar uchun javob bera olmayman, shaxsan men uchun motivatsiya bermaydi. Baho siz uchun muhim emas. Yo'q. Men uchun bu menga berilgan bilimni qanchalik men o'zlashtirganim va kelajakda bu bilim menga qanchalik mutaxassis, ekspert sifatida yordam berishi. Menga bahoni kerak yo'q. Menga 5 ta 5 qo'yib qo'yishingiz mumkin, lekin agarda mana shu mavzu bo'yicha tushuncham bo'lmasa va keyinchalik bu mavzu menga ekspert sifatida menga yordam bermaydigan bo'lsa, menga bu mavzu ham, demak, bahosi ham kerak emas. Baho men uchun umuman hech qanaqa ahamiyatga ega emas. Zo'r. Men fikringizni hurmat qilaman va keyingi savolga o'taman. Onlayn yoki offlayn ta'lim? Iloji endi men eski maktabda vakiliman. Shuning uchun iloji boricha offlayn bo'lishi kerak. Lekin masalan shunaqa bir dunyo tanigan ekspertlar borki, ularni kelib ketishga masalan imkoniyat bo'lmaydi. Shunda demak, yo'qdan ko'ra onlayn bo'lishi kerak. Otabek, savollarim qarib tugab qoldi. Farzandingizdan nimani o'rgangansiz? Erkinlik. Biz bunaqa erkin bo'lmaganmiz. Biz tug'ilgan paytda, biz ularni yoshda bo'lgan paytimizda ularni erkin fikrlashi. Shu narsaga men havas qilaman. Maktab davringizdagi qaysi holatdan afsusdasiz? Nimadan afsusdasiz? Men maktab davringiz o'tdi. Nimani change qilish mumkin edi? Nimani o'zgartirish? Nimadir qildimki shundan afsuslanaman. Maktabga 91-yilda borganman, O'zbekiston mustaqillikka erishgach, 1-sentyabr kuni. Va Sovet ittifoqida tug'ilganligim uchun oyim ham rus tili adabiyoti o'qituvchisi bo'lganlari uchun men ham rus maktabiga borishim kerak edi. Va o'sha rus maktabiga borayotgan joyimdan bu shundoq qo'limdan ushlaganda, biz bugundan mustaqil bo'libmiz. Gazeta o'qimadinglarmi? Dedilar-da, shunda o'zbek maktabiga bor ekanlar. Olib borishga olib borgan. Lekin o'zbek tilini bilmaganman. Shuning uchun ancha qiynalganman. Juda ham qiynalganman. Juda ham qiynalganman. Keyin u yoqdan oxiri rus maktabiga perevod qildirgan paytimda qiyinchilik nimaligini keyin bilganman. Chunki rus maktabida aytishgan, churukka kelibdi o'zbek maktabidan. Va bunaqa munosabat, men narsani kitobimda ham yozganman, shu qo'rqinchli munosabat bo'lgan. Ayniqsa kichkina bolalardan bunaqa narsa chiqishi, tengdoshlarimdan. Bo'ling. Keyin esa o'qituvchilardan bu narsa chiqishi, o'sha narsani guvoh bo'lganman. O'qituvchilarda ham bo'lgan bu narsa. O'qituvchilarda ham afsuski bo'lgan. O'qituvchilarda ham bo'lgan, ancha bo'lgan. Va shuning uchun mana shu munosabatni ko'rib, endi mayli o'zimni tengdoshlarim bu paytda 7, 8, 9 yosh mayli, nima ham tushunadi mayli. Lekin o'qituvchi katta odam bo'lib turib, bunaqa gapirishi, bunaqa millatchilikka yo'l qo'yishi, pedagog bo'lib, o'zim pedagog bo'lib shakllanganimda bildimki, bu eng katta xatolik. Mana shunaqangi xatoliklarni afsuski guvohi bo'lganman va bu narsa menga ancha pand bergan. Lekin Nietzsche aytgandek, bizni o'ldirmagan narsa
bizni kuchli qiladi. Bizni kuchliroq qiladi. Zo'r. Otabek aka, so'nggi savolim va iltimosim bo'ladi. Hayotingizni har qanday davrada, bugungi kungacha bo'lgan davrada sizni taqdiringizda demaymiz, mana umuman hayotingizni o'zgartirishga erisha olgan, o'sha hayotingizni o'zgarishiga sababchi bo'lgan ustoz bormi? Ha, Va iltimosim shundan iborat bo'ladi, ularni aytib, keslan aytganingizdan keyin ularga chin dildan samimiy salom yo'llasangiz. ularga salom yo'llash imkoni yo'q, chunki ular o'tib ketdilar. Bu ustoz mani rahmatli oyim. O'shada. Chunki kitob o'rgatgan, kitobga bo'lgan munosabatni, qolaversa kitobxonlikka bo'lgan muhabbatni menda uyg'otgan ayol va ustoz mana shu inson bo'ladi. Shuning uchun biz oyim hamisha aytadilar, biz o'zimiz o'qigan kitoblardan shakllanamiz dedilar. Qanaqa kitob o'qisang, shunga qarab sen ham shakllanasan dedilar. Bu ustozim mana albatta oyim. Yorajanta bo'lsin. Har bir o'sha yo'nalishimda esa, deylik o'sha yuridik yo'nalish bo'ladigan bo'lsa, demak bu bo'yicha bir nechta ustozim bo'lgan. O'qituvchi endi mana birinchi kursda biz 2 oy poligonda bo'lganmiz, karantinda bo'lganmiz, keyin 3 oy paxta terganmiz. Keyin aytgan, men o'zi Toshkentga o'qishga kelganman, yo paxta terishgan. Degan o'chir deyishgan, o'zim naryad olasan deyishgan. Endigina o'qish boshlanganda birinchi dars hech bilan chiqmaydi. Etika va estetika fani bo'lgan. O'qituvchimiz Vyacheslav Mixailovich degan odam bo'lgan. Butun umr KGB maktabida dars berganlar. Har bir keltirgan gapiga juda qiziqarli yoki tarixiy yoki hayotiy misol keltirardi. Havas bilan o'tirardim. Vau! Shuncha paxta terganim, shuncha poligonlarda chirib ketganim arzirkan, shunda darslarni kutishga. Lekin Vyacheslav Mixailovich minusi bo'lgan. Ular intizomga qaramasdilar. Bola bilan gaplashib o'tirardi, xoliganini qilardi. Intizomga qaramasdilar. O'zim uchun da galchik qo'ydim. Xudo xolasa qachondir o'qituvchi bo'lsam, shunaqa qiziqarli tarzda har bir gapirgan gapimga hayotiy va tarixiy misollar keltiraman, lekin intizomga boshqacha qarayman. Bu narsani bu odamdan o'rganmayman. Undan keyin ikkinchi o'qituvchi kirib keldi. O'zbekiston tarixi. San Sanich degan odam kirib keldi. Familiyasi Chup. Shunaqa strukturno-logический sxemalar orqali fanni shunaqa qiziqarli tarzda tushuntirib berardilar. Intizom shunaqa qattiq qo'lida. Kimdir salgina chalib qo'ygan bo'lsa, siz turing o'rningizdan. Familiyangiz Abdullayev masalan, yaxshi. Davom ettiring, men nima haqida gapirgandim? Albatta gapira olmaydi, chunki u chalg'iganda. Yaxshi. Seminarda kirgan paytimda 6 olishga harakat qiling, chunki sizga -1 ball qilib bo'ldim men. 500 hayotingizda o'zi ola olmaysiz. Lekin 6 olishga harakat qiling, xo'p? O'shanda balkim 5 olasiz. Zo'r intizom, haligi materialni demak taqdim etishi zo'r, lekin bitta kamchiligi bor. Bilim yo'q. Chunki u odam butun hayoti davomida SK KPSS tarixini o'rgatib, butun hayoti shuni bilan o'tib ketgan. U pensiyaga o'sha yil chiqish kerak edi. Shu O'zbekiston tarixiga uncha qiziqmas edi. Shu ketayotgan payti edi. Sansanishdan nima o'rgandim? Intizom, materialni taqdim etish strategiyasi, texnikasi, minusi nimada? Bilim yo'q. Keyingi odam kirib keldi. Konstitutsiyaviy huquq. Yusuf Dulaychi degan odam 25 ta tilni biladi. Qanaqa bilimdon, shunaqa qiziqarli misol, hammasi zo'r. Lekin leksiyada qo'yilgan 3 ta savolda faqatgina bittasiga javob berishga ulgurardi xolos leksiyada. Qo'ying ikkitasi qolib ketardi. Time management degan narsa bo'lmagan. Lekin bundan oldingi Vyacheslav Mixailovichda va San Sanichda bu narsa bo'lgan. Uchala qo'yilgan ma'ruzaga savolni to'liq ular yoritishardi. Yusuf aka nimani o'rgandim? Yusuf Dulaychidan tillarni bilish. Har qanday mavzuda boshqa tillardan bemalol demak maqollar, gaplar keltirib, o'shani tarjimasini. Lekin nima xatosi bor ekan? Ikkinchi, uchinchi savolga ulgurmas ekan, time management yo'q ekan. Shunda bildimki, qadimgi Yunonistonda Suqrotda faylasuf yaxshi gaplar bo'lgan. Bu dunyoda bizga hech kim do'st emas, dushman emas, lekin har bir inson biz uchun ulug' ustoz. Har bir odamdan nimanidir o'rganish kerak. Hattoki qanaqa bo'lmaslik kerakligini ham o'rganish kerak. Shuning uchun mana asosiy hayotiy shiorlarimdan biri bu o'zbek xalq maqoli. Odobni odobsizdan o'rgan. Shuning uchun har bir o'sha o'qituvchimdan pluslarini, minuslarini o'zim uchun o'rganib chiqardim. Men ayta olmayman, faqatgina shu o'qituvchi
Shunga ming rahmat. Faqat shu orqali men demak o'z yo'limni topdim hayotimda. Har bir o'qituvchimga rahmat. Har bir o'qituvchimga. Hattoki o'sha ba'zida rus potokida, yevro potokida o'qiganman. Rus tilini bilmasdan ba'zida o'sha o'qituvchilar bo'lardi, kirib bizga dars o'tardi. Rus tilini bilmasdan. Rus potok, yevro potokiga. Shunaqasi ham bo'lgan. Uyalib ham qolganman bir marta. Gospitalga yotgan paytimda, chunki kartochka archigan paytimda naryadda o'pkam shabolab qo'ygan, pnevmoniya bo'lib qolganman. Qolgan bolalar pul berib, pora berib ketib qolishgan. Biz pora berib bo'lgan, shu ertalabgacha kartochka archib o'tirganmiz, o'pkani shabolab qo'yganmiz. Ko'zimni ochsam, gospitalda yotibman. Qo'shni karavotda keyin boshqa bir yigit yotibdi, mendan bir kurs balandda. Sizlarga falon huquqdan kim kirardi? Ha, shunaqa bir odam. Yaxshimi? Afsuski yo'q, rus tilini ham bilmaydi. O'sha meni otam bo'ladi-da. Shunda bildimki, hech qachon hech kim haqida yomon gapirmaslik kerak. Keyin 3 yil davomida o'sha odamdan qochib yurganman, uzoqdan ko'rib qolgan paytimda. Shuning uchun aytmoqchi bo'lganim, hattoki o'sha odamdan ham qanaqa bo'lmaslik kerakligini o'rganganman. Yevropotokka kiryapsizmi? Rus tilini bilmaysizmi? Nima bor sizga rus potokida? Kirmang, sharmanda bo'lmang. Dars uchun dars bo'lmaslik kerak. Boshqasini toping. Shuning uchun ham o'sha siz savolingizga javob, har bir o'qituvchidan men qanaqa plus va minus bor bo'lsa, o'shani yozib o'zim uchun keyin o'rganardim. Shuning uchun katta rahmat har bir o'qituvchimga. O'zim ham pedagog bo'lib, o'qituvchi bo'lib qolaversa, mutaxassis sifatida shakllanishimga har biri juda katta hissa qo'shgan. Shu. Zo'r, katta rahmat Otabek bugungi vaqtingiz uchun, grafikingiz, ya'ni ish jadvalingiz juda zich, bizga muxlislarimizga beg'araz shunaqa tajribangiz bilan ulashganingiz uchun, o'quvchilarimiz ko'radi, talabalarimiz ko'radi, hayotiy tajribani ulashganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Va o'ylayman, ikkinchi sonida ham bizda ulguramiz, xudo xolasa, keyingi ko'rsatuvlarda savollarimizni berishga. Time managementni to'g'rilayman. Xuddi shunaqa. Time management bo'yicha o'sha bir gap bor, agar ruxsat bersangiz, o'sha bilan men fikrlarimni tugatsam. Demak, ushbu podkastni tomosha qilayotgan barcha demak obunachilarga avvalambor sabringlar uchun katta rahmat. Umid qilaman uxlab qolmasdan bu podkastni tomosha qildinglar va aynan vaqtni to'g'ri taqsimlash bo'yicha men bir insonni juda ham hurmat qilaman, chunki ularning ijodini biz maktabda o'rganganmiz. Bu rus shoirasi Marina Tsvetayeva. Ular shunday degan: "Успех это успеть." Tarjimasi ulgurmoq bu muvaffaqiyat. Shuning uchun istarim ulguringlar va albatta muvaffaqiyatli inson bo'linglar. Shunday qilib, maktab podkastida ko'rishguncha. Rahmat. Sog' bo'linglar.